Sonra bu üstüde tıttal ne bilen bardak bilen. Tamam. Güzel. Süper. Allah'ım şuna mı? Yaxşı oldu, yaxşı. Allah razı olsun. Bol başlap kesanlı bol. Facebook'taki, YouTube'daki barlıq ictimai əlaqələrdəki əlaqə vasitəli qarindaşlar. Həminlərinki muşu vaxtı və bunun iki vaxtı xeyirlik olsun. Mən Abdülaziz Bəştoğraq İstanbul'dan. Ustaz Abdülkerim Nemeden Angliyanın London'dan. Ekranınki başkurucu bizgi bu seninle hazırlayıp peki krizimiz Gollandiya'dan. Üçümüz birlikte sizlerle yine Kur'an'ın Nezer programısının 41. sanını baştaş aldı turatımız. Allah'ın kaderlik vaxtını çıkarıp bu 41. sandaki programını yaxşı görüşünlerini obdan tanışınlarını ümit kılımız. Esselamu Aleyküm. Davaları yaxşı mı? Aleykümselam. Yaxşı elhamdülillah. Bir hafta vaxtına ait İslam itvatı mine. Ama bir işide daha bizde gelende özlerime yaxşı köydek kandak. Büyüyenki üçüncü 41. san ama halal haram barısıdan üçüncü program bulgan oldu. Bugün bizge haysi mezmun özlep birala söz özlerdi. Selamünaleyküm dünyada kardeşler, hayırlı olsun. Biz halal haram meselesinde hazır 3. bölümü geldik. Bunun insanların avazları kiyiniş, qaraş hakkındaki haramlar toxtalımız. Birinci Sür Luqmanniki 19. ayetdə Estaizubillah Vəqsid məşşikə vəğzuzikə innə ənkərən əsvatul hamir deydi Allah Teala. Yəni bu yerdəki ayətdəki nəməsi manğa vaxtında başqalarına çoğunçuluq qılıb başqalarının göz qarmağın məngişini Allah Teala çəklənigən. Yəni insanlar barlıq insanlar biz bir insanlıq noktasında oxşaş birimiz çoğunçuluq ilmaslıq xata biz insan boldukemiz oxşaş bir insan qatarında hərəkət qilish bu Allah Teala göstərən yol demək. Şuna kichkina chapanning yeni oyoqning yengida koni yoqtirmaydigan yangaroq mashina odamni yoqtirmaydigan munda shakllantirish o'ziga bu odamni insonlikdan nasibasini to'liq yeb bo'lmagan inson qatorida Qur'oni Karimni kinemiz bizni hech qanday bir million yoki milliard pulmi Eğer milyardır ötkəsəkmi, qalamda ko'z ilmaydigan holat ekemeslik gerek. Pul yoki yangi mashina boshqa odamni ko'z ilmaydigan holat ekese bu Allah Taala maqsadga bu Allah Taala maqsad bo'lamaydi. Demek ki her qanday kambag'al zodi insonlik nuqtasidan ham shuning uchun azraq bir narsa kambag'allarni ko'zga ilmaydigan mundaq holatni shakllantirishni cheklagan. Ya'ni onunğa ko'zga ilmagan qiyofatda ovozni ko'tarib ko'pincha vaqtida insonlar ovozni ko'tarib bu to'g'ri ish emas degan gap.
to'g'ri ish emas. Inna ankaral aswat lasawt. Ovozlarniki eng yoqimsizi eshakning ovozidir dedi. Faqatla eshak kangrashola insonning o'zini ovozniki ko'tarilib insonlarga yoki boshqa insonlarga qilgan yoki boshqa ilmg'on qiyofatda so'z harakatlarni qilgan bu alqi insonlarniki to'liq inson bo'lanmagan Alloh taolo bu yerda eshak o'xshab qolmasligini Alloh taolo tavsiya qiladi degan. Sura Hujurat'niki 2. ayetida ya eyyuhellezine amenu la tasawwutun nabiy ve la tajharu lahu bil qawli ka jehri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun degan bu oyatning o'zida sizlar payg'ambarlikka kelgan chaqda payg'ambarning ovozi qilmagan mundaq darajada so'zni qilmagan. Bu deganlik nima degan vaqtida sizlarga Alloh taoloning so'zini yetkazayotgan hozirgi vaqtda payg'ambarniki yetkazayotgan kitobini yetkazayotgan ulug'lar qo'ymay boshqalarni kusurlab o'zi so'zni qilib boshqa tarafga burab qilishni Alloh taolo to'sib degan. Xudo bir-biringlarga paranglashgandek bundaq bo'lmaydi. Nim bo'lasizlarga vaqtda bilmaysizlar lekin sizni qilgan amallar boshqa ketadi. Bekor bo'lib ketadi. Qandakin o'zaro paranglashgandakin bekor ketgan bo'ldi. Ish qanday o'z manfaatlanmay ziyonni o'zing qaytib kelsizlar. Ziyonni o'zing topsiz degan. Ham tarafni bu bir axloqsizlik bu. Ham tarafni bu bir axloqsizlikning o'zi, Qur'oni Karimning o'zi chekilgan bir Qur'oni Karimning oyat qattiq chekilgan bir o insonlarniki, amali bekor bo'lib ketadi degan. Shuning uchun bu bir yerda gap qilgan vaqtida o'zaro paranglashgan vaqtida buni ko'p ikki odam paranglashsa shu ikki odam kerak u ikkinchi bir odamga zaten kerak yo'q. Uchinchi bir odamga zaten kerak yo'q. Hamma odamni huzursiz qiladigan, hamma odamning gapini bo'ladigan Alloh taolo cheklagan bundaq gaplashishning o'zida insonlarga zarar zulm qilgan bo'ladi. Zulm qilish Qur'oni Karim cheklagan bir ish, ya'ni jinoyat. Shuning uchun gaplashgan vaqtini tortib, Alloh taolo shundaq bir axloq tamoq yeganda, gap qilganda, hamma jihatda qanday qilishni tortib axloqni shundaq o'zi Alloh taolo bizga shundaq ta'lim beryapti. Yani. Kiyinish haqida. Haram halal kiyinish haqida halal bu qandaq degan vaqtda Arabniki Sura 26 oyatining 27 oyatigacha ya bani Adem qad anzalna alaykum libasan sawatikum va libas taqvo zalik khayr min ayatillahi yazakkarun degan mush oyatning o'zida Alloh taolo insonlarga eyib yerlarning o'zini yepida bergan ta'limotni ko'rsatyapti. Ya'ni insonlar bir-birining oldida uyat bo'ladigan, xos eyib bo'ladigan, yerlarni yepishni Alloh taolo insonlarga farz qilgan. Ya'ni avrat deydi, avrat degan o'zi eyib degan gap bitirib ordan kelgan vaqtda bunun öz nomus degan ma'noni bildirdi. Uchiqqas bo'lmaydigan o'rinlar degan ma'noni. Ya'ni insonda o'zaro bir yerda yurgan vaqtlarda bo'lmaydigan o'rinlar bo'ldi. Bu o'rinlarni yepish bu farz degan gap.
Yani Sure Ahzab'niki 59. ayeti. Sure Ahzab'niki 59. ayeti. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve banatike ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min zalike edna en yu'rafne zalike edna en yu'rafne ve kânallâhu gafûren rahîmâ diyen ayet. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a sen ayalınga ve kızlarınga yani ayallarınga ve müminlerdeki ayallarınga ve müminlerdeki ayallarınga degen ula özüneki degen ula özüneki uzurak keysin. Böneklerin sen uzurak keysin. Bunda kılışı zalik etna eyyurel yıkırak bunu oyraqsal yıkırak şu vaqtda yuruzeyne şu vaqtda azab verilmeydi. Ulağa azab verilmezlikке yani bu yer maksat ulağa azab verilmezlik. Ulağa azab verilmezlik. Yani azık zaman ayalla faqatlı köynek keymeylikin elqek paypak qoş bijmanlı kiyiplikin undaq jürgan bir nemele ahvalla naati eğir azır vaqtida. Bu xudu bir töpsünü boyap qo'ygandek insanlar. Hech qanday bir narsa maxfiy emas. Bundaq yürüş Allah Taala çekilgen bir işleyen gap. Yani insanlar biraz özüneki egizpas yerlerini yepip bundaq yürüşünün özü bu Allah Taala yol koygan bir prensip. Yana Sure Nur'niki 31. ayetide قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أدنى لهم إن أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Bu nemeneki yani qaraş hakkıdayken ya da başka bir ayetin özüde moşumu Sure Nur'niki nemesde dep oylayım moşunu isimde çıkıp da bu bir humurihinne degan bir ayetli var. Bir humurihinne mi? Ya bir humurihinne ala cuyubihinne degan şu. Bu Sure Nur'niki 31. ayet iken. Ve kul lil mu'minine yagzuzna ayet şuken zaten. Ben bunu başka ahırsını korkmam da. Nur 31 bike. وما ملكت أيمانهن نجرت لم يظهر على عوراتهن ولا يضربن بأرجلهن ليتعلموا ما يخفين من زينتهن. Bu oldu görmeyiz bu. قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Bu ayetin özü de yani Sure Nur'niki 31. ayeti. Bunun nimdeydi Allah Teala dese Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala devatı ki sen müminlarga ula özünün közlerini yaman qaraştın saxlısın. Yani yagzuzna min absarihinna degenin özü insanlar qaraydı zaten. Ama başkalar qarğa vaqtda yaman niyet qaraştın özünü saxlısın. Ve yahfazna furujahunna ve özüneki iffetlerini saxlısın deydi Allah Teala. Yani özü başkalarga yaman niyet qaraş arqılıq özüneki naçar insan ekenligini nim qılmasın. Yani özü doğru bir insan bolsa o vaqtda özüneki iffetlerini saxlaş üçün o başkalarga yaman niyet qaramasın. Ve mümin ayallarımı dep qoygun ki ular özüneki közlerini yaman niyette erlerge qaraştın saxlasın. Yani erlerge yaman niyette qaramasın. Aştaq qilish arqılıq özüneki iffetlerini saxlasın dedi. Vela yubdine zinetehunne. Ular özüneki zinetlerinin özüne aşmasın. İlla ma zahara minha. Lekin uçuq bolışqı tigişlik yerlerini etişik boldu. Yani insandaki uçuq bolışqı tigişlik yeri asasen yüzü. Yüzüne
yüzü ochiq bo'lmasa, o kim o? Kimning qizi ya kimning ayoli? Bunun o'zini tonish kerak. Hozirgi vaqtda masalan, hukumatning o'zidimi o'zini yeb bo'lsa, o saqchilarniki deloni hal qilish jarayonlariga biroz ta'sir etadigan bunday ishlar bo'ladi. Shuning uchun yüzünü ochiq qo'yish bu o'zi insonga berilgan bir ruxsat yani. Vel yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ve ular özünün leçeklerini yaqsıgıçılık çeksin. Yani bunda deganlik ayollar zaten yağlığının özüne normal hemmadan bildiğin bir Tayyip Erdoğan'ın ayalını misal alaylı. Hemmadan kökendigini bildi aşne. Tayyip Erdoğan'ın ayalı ve yağlık çekidi aşna oxşaş yüzünü ochiq qo'ygan holatda yağlığını aşna qo'sh çeksin deyin gap. Ola yubdina zinatahunna. Özünün zinatlarının özüne aşmasın. Bu deganlik nima desa, boyunlarga altınlın taqab, vakiza qilib qiladi ayollar. Onun özüne başqalarga ko'z tush maqsadida yağlığını echib etish bu to'g'ri emas degan gap. Yani bunu aşmasın. Lekin illa li bu'ulatihinna. O'ziniki eriga yoki erining ota-onasiga yoki erniki aka-inillarga açsa bo'ladi. Yani aşı ayolni bilan to'y qilishga bo'lmaydigan. Yani o'ziniki aşı erniki urug' tuqqanlari, o'ziniki urug' tuqqanlari, aka-inillari, otasiniki aka-inillari, opisiniki ota halal oladigan, erniki tarafidan halal oladigan yoki ayol tarafidan halal oladigan insonlarga, yani to'y qilishga bo'ladigan insonlarning oldida uni aytishga bo'lmaydi. Yani çevrelerge mesela nevrelerge, çevrelerge bir ayol o'zi nevre birisiga qishida yağlığını elib etish yoki bo'lmaydi çevrelerning qishida yağlığını elib etish bu to'g'ri bo'lmaydi degan. Ben hata anlamadım. Nevrelerinin qishida yağlıqni etish to'g'ri olmaydimi? Mesela ben bir kız bilen nevre olsam, bunu ben to'y qilishga bo'ladi emasmi? Şu vaqtda o kız meni qishimda yağlığını evetib o'tirishga bo'lmaydi degan. Menik aka-inalarimniki, hadi sing'illarimniki, ya apamniki, hadi sing'illarniki, aka-inalarining qizlari meni qishimda yağlığını evetib o'tirsa bo'ladi, yani. Degan. Çünkü ben to'y qilishga bo'lmaydigan darajadagi insonlar meni qishimda yağlığını evetib o'tirishga bo'ladi degan. Yani ayollardan. Tamam. Yani namahrem de dedim ama Şu to'g'ri. Aynen şu dillik haklarından. Hem de bu yerda nihoyatda bir intiqoroq bir gap bor. Nurg'un odamlar xumur deganning o'zini to'g'ri tushunmaydi. Chunki xumur deganni bizniki tilimizga tarjima qilsa, Google'dan tarjima qilsa, lechak degan gap chiqdi. Lechak zaten bizniki örf odatimizda analarimiz biz cho'ng bo'lsak, lechakni chigib nima qiladi ekan hamda namoz o'qiydi ekan, uni biz lechak deb cho'ng bo'ldik. Ashining hamda yog'liqni ash qiyofat cheksa, ya'ni yaqsig'ichilik deganning o'zi uni chekkandan keyin zanq chekkandan keyin nimalari yaqinlari hammasi etildi degan gap hamda. Bo'yni hammasi etildi degan gapda. Yani aşalet cheksa bo'ladi degan gap. Hamda nurg'un insonlar buning o'zini bir perde degan bo'ldi. Ya bo'lmaydi, uni mandaq bo'yniga mandaq sharpini yo'gib olish degan bo'ldi yoki degan o'xshash ma'nolarni aytib, ashunaq o'zi nihoyatda bu oyatning balki muqim bir ma'nosini qo'ymagan holatda bundaq holat shakllanyapti-da. Buningga bu yerdagi narsa nima degan vaqtida umur deganning o'zi ham odatda yog'liq desak, yog'liq deganning o'zini jo'zg'a saldigan yog'liq yo boshqa saldigan yog'liq demaydi hech kim. Yog'liq degandikinlar beshig'i chekadigan yog'liq deymiz. Ishton desa beshig'i kiyadigan ishton demaydi hech qanday bir odam. Buni zodi putig'i kiyadigan ishton deydi. Chapon desa dumbisi kiyadigan narsa deydi albatta. Bundaq bo'lgandan keyin lechak degandikinlar zodi beshig'i chekadigan narsa degan bo'ldi. Buni boshqa bir ma'no etib, unda xalqi kelishga hech qanday hojat yo'q deb qarayman-da men. Shunga bu yerda o'zini qiynab, shu yerdan chiqib ketish uchun
shu yağlıqning ichidan chiqib ketish uchun bir chora izlashga hech qanday hojat yo'q. Boynu ağası buladı şu boynu ağası buladı dep turalgan vardı şu. O hozir qanday modellashib bo'ynig'ini otib olgan bunda nimani ham izlab qilayotgan ish. Lekin bu yerdagi narsa nima degan vaqtida chashni yepish, yana chash insonga bir zinat bo'lgan narsa chash, bir tarafdan chashni ravrus o'zi nimalda satrashgan ravrus yostib mansa, u haqiqatki nimasini tortgan bir narsaga aylanadigan gap. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida chashni yepishni maqsad qilgan bir narsa, bir oyat endi bu. Shuning uchun bu yerda boshqa bir narsani izlashga hech hojat yo'q. Yana bo'yniga otib olish bo'ladi degan bo'ldi, ko'k deyishga hech qanday hojat yo'q. Ammo buniki o'zi, ya'ni qul nima payg'ambar alayhisolamga qul lil mu'minina degan shu oyat yana payg'ambar alayhisolamga deb tavsiya qilganga asosan bu yerda yapmasa hamda o'ziniki chechinni go'zallashtirib boshqa o'zi erkaklarning o'ziga jalb qilish maqsadida qilmasdan normal chash bilan hamda juste chashni hamda yolg'on chekilgan asosda bu o'zi nima bu ig'ir gunoh bo'lmagan taqdirdami yaxshi bo'lmaydi. Ammo bu yerdagi payg'ambar alayhissalomga degizishdagi maqsad bu nima degan vaqtda bu yerda Alloh taoloniki bir tavsiyasi yoki bo'lmaydi nemasi emas bu Alloh taolo qo'ygan maxsus prinsip bo'lmaganligi uchun buning o'zi qisqa nihoyatda savobi yaxshi bo'ladigan insonlarning orasida o'zining inovati bilan munosabatli bo'lgan bir ishlarni Alloh taolo bu yerda ko'rsatyapti. Agar uni qilmagan taqdirda onun gunohi bak egri bo'lib ketmaydiganligini ko'rsatdi bir tarafdan. Yani bir tarafdan bu Yevropaning o'zida nurg'un mamlakatlar va qizlar maktabga yog'liq bo'lib borsa, uni o'zini chatqa qilib, u qizlarning o'zini noiti bo'lib Norvegiyada keldi, egri ishlar bor. Hamda bu millatchilik egri mundaq bo'lgandan keyin bu yerda degan vaqtida nurg'un odamlar qizlarga yog'liq chekishning yog'liq cheksa maktab borsa bolalarning orasida ozod zulm qilindi degan shart ostida qizlarni maktabdan chiqarib olishga o'xshash ashundaq o'zi xiyollarda bo'lgan ishlar mavjud. Bundaq bir ahvol ostida degan vaqtida bilim elish, ya'ni bilimga to'sqinlik bo'lgan vaqtida o'zining chochlarini nihoyat go'zallashtirmagan shart ostida normal bu lekin men bundaq qilish bilan maktabga berish lozim. Yani ilimning oldida ilim o'qimaslik sharti bilan beshini yepish bu to'g'ri bir narsa emas. Yani ilim o'qish bu nihoyat muhim bir narsa. Uning uchun biz ilim o'qimaslik bediliga beshimizni yepish bu o'zi bizga to'g'ri kelmaydi. Çünkü bilimni yana ep bo'g'ich orliqda, hech bo'lmasa universitetni bitirib bo'g'ich orliqda agar beshimizni oshmasak bo'lmaydigan bo'lib qolgan taqdirda beshimizni etish bilan bu bilimni ep bo'lib, undan keyin yapsak u bo'ladi. Bu yerda ikki farz yoki bo'lmaydi, birisi tavsiya, birisi farz. Yani ilim o'qish farz, bu yog'liqni otish tavsiya bo'lganligi uchun va tavsiya hech bir zaman bu farzniki ustun tutmaydi. Shuning uchun o'zi farzni tashlab qo'yib, tavsiyani qilaman deb bu yerda nodon qilib qilish bu insonlar nihoyatda eg'ir bir o'zi o'ziga zulm qilib hisoblandi yani. Yani bunu bir insanlarga tushuntirishim biroz qiyin bir masala. Ammo shu Peygamber alayhissalomniki Peygamber alayhissalomga ayolingga andag'ida degan sohadagi yoki bo'lmaydi bu meniki prinsiplerim deb Alloh taolo maxsus prinsip yoki halol harom qatorida bir prinsip qo'llanmagan bundaq ishlarning hammasi nima degan vaqtida bir o'zi nima? Yani tavsiya, yani qilsa nihoyat yaxshi bo'ladigan, qilmagan taqdirda o'zini pardozlab boshqalarni jalb qilish maqsadida qilmasdan chochlarini o'zini normal yursa, u vaqtda buna
Болған тағдырда nihoyatda kichik gunohlarning qatorida bo'lgan bundaq bir ishlar endi bu. So'ng bu yerdagi maqsadni Alloh taolo bayon qilib, azo qilinishning oldini olish uchun, azo qilinishning oldini olish uchun kiyimlaringni uzroq kiyinglar, undan keyin beshingni yeping deyishdagi maqsad bu. Ham u vaqtdagi yana bir o'zi bu oyatning tushdagi yana bir maqsadni bayon qilganimizda o vaqtda qul ayollar bilan odatda erkin ayollarniki orasidagi farqning o'zini ayirish maqsadida bu o'zi oyatniki tushganligi haqida bayonlar misol. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ayollarniki beshini yapqanligi, ya'ni yog'liqni chekkanligi nihoyat go'zal, ya'ni yaxshi bir ish. Ammo u cho'ng bir farzlarga to'g'ri kelib qolgan vaqtida uni tashlab qo'yib, men ma'ni qilaman, yoki masalan boy degandek o'qishga o'xshash bundaq ishlarga duch kelgan vaqtida yoki bir yerda muhim bir xizmatda ishlaydigan bir yerga kiradigan vaqtida taqishib qolgan vaqtida uni ochsa, u hech qanday o'ziniki niyati bilan boshqalarga bir go'zal ko'rinish, boshqa erlarni o'ziga jalb qilish maqsadi bo'lmaganligi uchun bu yerda uning gunoh bo'lmaydi degan gap. Buningga nurg'un gap chiqarganlikqa ishonaman, ammo bu yerdagi oyatniki maqsadi bu. Maqsad azo qilinmaslik uchun chigildiganligini fala yu'zayna degan oyatniki nimasi bilan maqsad shuni bayon qilyapti endi. Yalaqı o'sha oyat endi yalaqı bilamiz. Yağlık çekmeyen ayollarni musulmonlar mezhep çağlaydigan. Yağlık çekmeyenlik için arığı almaydigan. Yağlık çekmeyenlik için bunu urup ayollucu. Nima qiladigan, Yakovimiz xatni o'rgatadigan bunda bir ishlar bormichu. Endi erlarga ayollarga qilgan besimga u boshqa bir narsa. Lekin ayollar ama yağlık çekmeyen ayollarni nima qiladiganchu. Belki ben yağlık çekmeyenlerimi yağlık çekkenlerini mezdidigan. Anladın mı? Buna işler var. Bu hiç karşıga yol yok ku Kur'an-ı Kerim'de. Elbette yol yok. Hem de bu Kur'an'daki tavsiye yoki buyruqlarning hammasi har insondagi shaxsiy ish bu. Yani yağlık chekish shu odamning o'ziniki, shu ayolniki o'zining ustidagi ish. Başqalar agar yağlık chekkan taqdir yo chekmagan taqdir uni masxara qilishning o'zi uniki jinoyat o'tkazganligi. Masalan, Qur'oni Karimda mayli boshqa dindagi insonlar bo'lsin yoki o'z dinidagi insonlar bo'lsin, uni masxara qilish tamoman cheklangan. La yasxar qavmun an qavmin asay degan oyatning o'zida bir odam yana bir jamoatni, bunun o'zi bir odam yana bir odamni yoki bir ayol yana bir ayolni masxara qilish bu jinoyat hisoblanadi. Masxara qilish bir o'zi ko'zga ilmoqlikning o'zi takabburlikdan derak beradi. Takabburlikning oxirisi kufrga apirdi insonni. Shuning uchun boshqalarniki ishlariga aralashib olib, ularni davomliqsa ani qilmadan, ma'ni qilmadan deyish bu xato bir narsa. Endi agar u ayol o'ziga bu yog'liq chekmaslikni, lekin yog'liq chekmagan shart ostida yana Elqide şehvani qiliqlarni qilmaydigan mundaq bo'lsa, u vaqtda u ayolga hech qanday bo'lmaydi degan gap yani. Bu yerdagi maqsad nima degan vaqtda yog'liq chekmaslikdagi maqsad shoshni ravurs yasib turib boshqa erlarni o'ziga qaratish maqsadida bundaq qilish bu cheklanadi degan gap. Yani bu yerdagi zinatonni yapang deyishdagi maqsadning Alloh taolo bayon qilib men shuni deyapti-da. Shuning uchun o'zi ayollarning orasida yog'liq chekadigan, chekmaydigan ayollar, undan keyin erlar bor o'ringa kelgan vaqtda u jamiyatda yog'liq chekmaydigan ayollar erlar bor o'ringa kelgan vaqtda uni ayiblaydigan bundaq ishlarni qilishning hech qanday keragi yo'q degan gap. Ya'ni ayiblashning o'zi, ya'ni ayiblovchi bir jinoyat o'tkazgan bo'ladi degan gap. Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha. Chunki dindagi prinsiplar asosan hammasi har shaxsiyning o'ziga qaratilgan, bu shaxsiy o'zi qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'lsa o'ziga bo'ladigan ishlar. Boshqa odamlar uningga baho berish haqqi yo'q. Yani baho beradigan Allohning ishi degan gap. Kemsiz.
Yani buniki içinde ma yuqorqi kullil mu'minin yag'zuna min absarihinna ve yahfazna furujahunna deganning o'zimi nimani bildirib desa, yani ayollar o'ziniki ko'zlarini, yani erlar o'zining ko'zlarini boshqalarga yomon niyat qarashni saqlasin degan gap. Saqlash orqali o'zining iffat nomusini, yani o'ziniki to'g'ri bir inson ekanligining o'zini namoyon qilsin. Ayollarmi erlarga yomon niyatni qarashdan saqlansin deydi. Saqlash orqali o'zini pokiz odam, pokiz yanalqi ayol ekanligining o'zini namoyon qilishni Alloh taolo bu yerda buyuryapti. Bu deganlik nima degan vaqtida bu alqi yerim yalang'och kivaga ayollarni eyipla, ular o'zi sen o yerim yalang'och kivaganlik uchun ularni sening eyiplash haqqing bor demasdan Alloh taolo. Yerim yalang'och kivaga ayollarga sen alqi yomon niyat qarama deb o'zingni kontrol qil deyapti-da. Ayollarning o'ziga nima deydi? O haqidek jugan erlarga sen o'zingni kontrol qil, ular sen yomon niyat qarama deyapti-da. Demak bu yerda nima degan vaqtda o jamiyatda, yani payg'ambar alayhisolamning jamiyatidami nurg'ulg'an ashundaq har xil kiyinib olgan ayollar bo'lganligi uchun bu ayollarni kontrol qilish sizning vazifang emas. Bu erlarni kontrol qilish sizning vazifang emas. Sizning vazifang nima vaqtida? O'zingni kontrol qilish. Her odam o'zini kontrol qilish lozim. Agar sen o'zingni kontrol qilim desang, boshqalarga qarg'a vaqtida yomon niyat qarmasliging lozim. Deb Alloh taolo bizga buni buyuryapti degan. Hem de yuqorida biz shu so'zlardan, harakatlardan cheklanmaganlarning o'zini bir qur qarashlardan tortib, kiyinishlargachilik, hammani hattoki menish turishchilik hammasiniki to'g'ri, qanday o'z to'g'ri bo'ldigan, qanday xato bo'ldigan, qanday söz hareketler çeklengenlerini bu da hazır qarash, kiyinish ve ovoz haqida to'xtalgan bo'ldik. Endi buning oxirisi nega ko'rib taqishib degan vaqtida naqshi muzika, etot, kino, teatr, mashrab, hikoya, diskotekachilik mushulik hammasiga berib taqishdi bu nima? Buning uchun bu yerda hem de nurg'un qarindoshlarimiz va naqshi muzikaga baho bergan vaqtda naqshi muzika haram devatgan adamlarimiz var. Naqshi haram deydi misal. Qandaq degan vaqtda o naqshining o'zi mayli qandaq naqshi bo'lishini qatnazar, uniki qandaq bo'lsa haram bo'ladi, cheklangan bo'ladi, qandaq bo'lsa cheklanmaydi. Buning o'zini hech qandaq orib bayon qilgan yeri yo'q. Shuning uchun bu yerda yuqorida biz so'zlarning ichida qandaq so'zlar, misal cheklangan degan vaqtda g'ayvat qilish, bo'hton chaplash, boshqalarni haqorat qilish, boshqalarni yomon ishlarga targ'ib qilish, yomon yuqori ovozda, ya'ni boshqalarga ozor bergan ovozlarda gap qilish deganga o'xshash nurg'un o'zi cheklangan so'zlarning o'zini bayon qildik. Qur'oni Karimga asosan agar naqshida shu bayon qilingan cheklangan so'zlar bo'lgan bo'lsa, u vaqtda u naqsha cheklangan bo'ladi. Yani haram bo'lgan bo'ladi. Buni biz bilib olsak bo'ladi. Agar unda bo'lmasdan millatniki birlik barobarlikka chaqirdigan, ilm faniga chaqirdigan, ota-onaga yaxshilik qilishga chaqirdigan, o'zaro bir-biriga yaxshi muomala qilishga chaqirdigan, yaxshilikka chaqirdigan, ya'ni yig'ib aytgan vaqtda mundaq mazmundagi naqshlar olsa, bu naqshlarni aytish haram bo'lmaydi, hattoki to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Buningga chelingan muzika mi degan vaqtda, shu naqshga chelinganligi uchun bu muzikaning o'zimi halol bo'lgan bo'ldi. Ya'ni muzikaning ichidami bizniki diniy sohadagilarda nurg'unlagan o'xshagan ko'z qarashlar va bir qismlari tapchasi bo'ladi deydi. Nima uchun tapchasi bo'ladi desak, bu Arablar dapcha qilganligi uchun payg'ambar alayhisolamni Arablar shu Makka dan Madinaga hijrat kelgan vaqtda
Dap bilen karşı ağallık için biz mi dap çalsak boludu? Degan mushundaq ko'z qarashni o'tirib qo'ydi-da. Dap bir muzika asbobi. Bir millatniki muzika chalg'i asbobi. Her millatniki chalg'i asboblari har turli bo'ladi. Misol, Yevropada gitar çalıdı. Bizning vatan dutta, tambur, har xil narsalarni çalıdı. Qozog'istonda dombura çalıdı, Qirg'izistonda qumuz çalıdı misol. O milletindeki qo'lda banasi aşşu. Müzik asbobları aşşı, onun için aşın kelip naqsha edildi. Hem de men aşı yazmalarımdım degan onu, eğer Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret qilmasdan, eğer Qashqarga hicret qilib qolgan bo'lsa, Uyg'urlar albatta o Peygamber Aleyhisselamni dutta tamburin chep kutib olgan bo'ladi degandim men. Yani shunday bo'ladi yani bu yerda. Nima degan vaqtda her millet o'ziniki müzik medeniyet sahasida nemin chep odatlangan bo'lsa, shuni chep kutib oladigan gap. İllaki Arapning depin chelish o halal bo'ladigan, shu dapni chalsa, bo'lmasa haram bo'ladigan bundaq bir qoida yo'q. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda qasi müzik asboblarini chelish hech qanday uniki nimasi yo'q. Ahmiyati yo'q. Ahmiyati bo'lgan narsa nima degan vaqtda qandaq muzika, yani qandaq o'zi mazmundagi naqshiga muzik chelish. Bu o'zi e'tiborga ilindi. Yani u yerda boshqalarning g'aybatini qiladigan, boshqalarga bo'xton chaplaydigan, yomon ishlarga targ'ib qiladigan, Allohning diniga haqorat qiladigan, shundaq o'zi tekstga naqshiga chelinyapti o nima? Muzika asboblari yo'q bo'lmaydi, yaxshi o'zi nimadagi mazmundagi to'g'ri mazmundagi naqshlarga chelinyapti. Bu e'tibor qilindi. Agar o to'g'ri mazmundagi narsalarga chelingan bo'lsa, u to'g'ri chelingan bo'ladi. U naqsha va muzikalarni tinglash insonlarga hech qanday o'zi gunoh bo'lmaydi. Misol, bizning naqshlarning ichida bilim ishqida deb kichik bir bola aytgan bir naqshlar va men davomli tinglayman naqshning o'zini. Bunun qo'sh naqsha Abdurahimniki hali jiq naqshlar va Umarjon olimniki ota-ona to'g'riliq, vatan millat to'g'riliq shundaq fayzi bir naqshlar va men shundaq naqshlarning o'zini aytish va uning muzik chelish hech qanday o'zi nim bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda u nihoyat yaxshi mazmundagi insonlarni ruhini urg'utadigan, insonlarni birlik barobarlikka chaqiradigan, ota-onaga, urug' tuqqanlarga va o'z millatiga yaxshilik qilishga chaqiradigan, millatni qutqizishga chaqiradigan shundaq go'zal naqshlar va bundaq naqshlarga bundaq naqshlarni aytish va bundaq naqshlarga müzik asboblarini chelish gunoh bo'lmaydi. Gunoh olmasdan sirtida bu naqsha shundaq yaxshi mazmunda bo'lsa, uning o'zi hatto savob bo'ladi deyishki bo'ldi. Hamda itot, kino, teatr, mashrab, hikoya, kulki chaqchaq bu narsalar degan vaqtida mushu narsalarni o'xshashlar agar u kino naytalqi shahvoniy emas, qalaymaqan gap chiqmaydi. Shundaq yaxshi kinolar bo'lsa, bundaq kinolarni ko'rish hech qanday o'zi gunoh hisoblanmaydi. İnsanlarni yaxshi ishga chaqiradigan, yaxshi targ'ib qiladigan kino, teatr bo'lsa, etotlar, mashrablarda o'zi har xil yaxshi o'zi nasihatlar, yaxshi hikoyalar, kulki chaqchaqildimi nihoyat o'zi insonni ruhini urg'utadigan yaxshi nimalar bo'lsa, bu vaqtda buni aytish jamoat surunda bu hech qanday gunoh hisoblanmaydi. Agar yuqorida bayon qilganimizga o'xshash uningda shu Alloh taolo cheklagan g'ayvat shikoyatga o'xshash, bo'xtonga o'xshash, shahvoniylik, har xil o'z yomon ishlarga targ'ib qilishga o'xshash shundaq narsalar ko'rsatilgan kino filmlar bo'lsa, chaqchaqlar bo'lsa, buni ko'rish, bu yerda o'ltirish jinoyat hisoblanadi. Hamda usulga kelgan vaqtda, degan vaqtda usulda bizniki xalqimiz biz cho'ng bo'lsak, shu usul o'ynagan vaqtda erlar ayrim, ayollar ayrim. Yani ayrim deganimiz endi birisini
neki qo'lni yoki bellarini tutmavi tansa o'xshash bundaq o'zi usul narsa kerak bizda yo'q. Ayrim o'ynaydi. Bundaq vaqtida bizni diqqat qildigan nemamiz nima degan vaqtida yuqorqi oyatga asosan kullil mu'minina yaghzuzna min absarihinna degan va kullil mu'minati yaghzuzna min absar mush ikki oyatga asosan erlar olsun, ayollar olsun usul oynayotgan vaqtda erlar ayollarga qash gözlerini oynatib, ayollar erlar qash gözlerini oynatib bundaq usul oynash bu xato hisoblanadi. Eğer undaq qilmasdan normal holatda usul oynasa bir surunda o hech qanday nim bo'lmaydi. Jinoyat hisoblanmaydi. Ammo ayrim surunda erlar ayrim, ayollar ayrim surunda oynasa texmo yaxshi bo'ldi. Film shundaq, misol biz kichik vaqtda mashratlar film o'ynaydigan undaq qoidalar bor. Film shundaq. Yana yomon niyat emas, bir o'yin qatorida, ko'ngilach qatorida oynasa buningda hech qanday o'zi gunoh bo'lmaydi, bir-biriga yomon niyat qaramasdan. Ammo tansa diskoteka o'xshash narsalarni o'ynash bu jinoyat hisoblanadi. Chunki tansa o'ynash mayli o'zining ayoli bilan bo'lsin, mayli o'zining qizlari bilan bo'lsin yoki boshqa xotinlar bilan bo'lsin, jamoat surunda o'ynash u yaxshi bir inson yaxshi bir tuyg'u hissiyot o'zi bermaydi. Bunun için bundaq yerdə tansı diskotekalını oynaş özü xata hem cinayet hesaplandı. Hem de bu bizdeki sanatlarımızın içinde mi yok. Bu Avrupalıkındaki sanatları onun için biz özümüzdeki güzel sanatlarımızın içine bunun o'xshash şehvani bir narsalarni kirdirib olish o bir to'g'ri ish hesaplanmaydı. Bunun için biz bu tansı diskotekanın o'zida jamoat surullarda No'ruzlarimiz to'y to'kin olsun bundaq yerda qilish bu xato bir ish, ham jinoyat. Hamda yuqorida biz ovoz to'g'riliq gap qildik. Hamda bu yerda bizniki shu aramizda yani bo'lib diniy saodikilarning orasida ayollarning ovozi harom degan shundaq so'zlar bor. Kur'an-ı Kerim'de haram avaz faqatla başqalarning beshini ag'ritadigan, başqalarga azob beradigan ovozni Alloh taolo cheklagan. Inna ankaral aswat la sawtul hamir degan oyat ashnaga dalil. Hamda normal ovozda ayollar şu o'zaro o'zining surunda yoki normal kiyingan ayollar erlar bas surunda gap qilish, yani normal vatan millatniki yoki yaxshi bir so'zlarni qilish ayollarga hech qanday haram emas. Yani jamoat surunda yoki yig'in bo'lsin, bir toplantılar bo'lsin, ayollar kelib u yerga neni iqtidorli ayollar bor, bu yerda so'zlash, millatga bir narsalarni tushuntirish hech qanday o'zi jinoyat hisoblanmaydi, hattoki yaxshi bir ish hisoblanadi. Bir sual vardı. He. Hazır. Hem de avazların işi de en yaktırılmaydıgan avaz işekten avazıdır, şunda mı? He. O işekten avazın haramlıkı delil olmaydı değil mi bu? Yo'q. Hem Tamam. başqalarga vaqirab, jaqirab, balki başqalarga azab beradigan ovozni debadi bu yerda. Tamam. Yine birisi geldi. Mehmet yazıda bana yazık tartıldı, yazık veriş yaş görüktüm, atananmış evet ettim. Ben de şu işeklerge minişine, işek arabası heydeşini yaş görüktüm. Bu işek iki kişiler varlar. Birincisi aşağıdaki öğe yıkışıp kalkan çağda, mahallede yıkışıp kalkan bazardan kayıtıp gidimiz o mesela. Aşağıda hangi deyip aşağı nakpidilken o işekler çok kattık. Üzününki mahallesi yıkılaşkan yıkıllar. Aşında çağda yürüyüp, aynı çağda hem de kangraydı ki işekler. Yine başka çağda başka bir yatçınız ki nemege mıkıldıgan vakitte diyendekçi ayda çağda angraydıgan şey değil mi de? Olsa normalde de o işek normalde bir kız edenin mıkıldek bir
daima hangrap yurduğan evvalini kömegen ben düşünüyorum. Bu yerde eşekning ovozi haram degan ma'no chiqmaydi. Eşek o'xshashsizlar. Boshqalar azo beradigan bundaq ovozda gap qilmanglar degan gap bo'ldi. Boy biz deganga o'xshash. Misol bir kafexonada o'ltirdik, ikki odam. Biz gap qilgan vaqtda ikki odam birimiz gapini anglagandaklar gapni qilsak bo'ldi. Ammo u yerda var jar-jur gapni qilib, butun ashadagi insonlarniki gaplarini bo'lib, boshqalarga undaq azo qilishni Alloh taolo bu yerda bu söz bilan to'sib bo'lmasa eshakning ovozi harom degan ma'no emas bu. Tamam. Yana ikkinchisi ayollar erlar bu sorunda so'zlash. Boyaqi narsa erlar bu sorunga berish. Mush masalami nihoyatda bizning aramizda jiq talash tortish bo'lgan, bo'lum diniy sohadagi insonlarning orasida jiq talash tortish bo'lgan mundaq masala. Ayollar normal kiyingan shart ostida erlar bu sorunga berib, u yerga faoliyat qatnashib, u yerda agar so'zlaydigan ish bo'lsa so'zlab qilsa, u ayolga bo'laveradi. Agar o'zi yani ayollarning ichida ne iqtidorli ayollar bor, shundaq yaxshi so'zlarni qilgan vaqtda ayollar yani savob ishni qilgan bo'ladi degan gap. Yani ayollar erlar bu sorunga berishga bo'lmaydi, so'zlashga bo'lmaydi, uning nemisi ovozi harom degan gapningki hech qanday asosi yo'q. Harom ovoz boyqa o'xshash boshqalarga yoqmaydigan, qalaymigan gaplarni qilish yoki bo'lmaydi. Alqi Qur'on cheklagan g'ayvat shikoyatga o'xshash, misolda bo'xtonga o'xshash ashunday gaplarni qilish yoki boshqalarni yomon ishga targ'ib qiladigan gaplarni qilish bu cheklangan. Ammo erlarning ovozi halol, ayolning ovozi harom degan bundaq bir narsa yo'q. Mayli er olsun, mayli ayol olsun, boshqalarniki gapini bo'ladigan, boshqalar azo beradigan shakldagi ovozni gap qilish, bundaq ovozni chiqarish bu cheklangan. Mana shu vaqtda bu er olsun, ayol olsun o'xshash yani. Shuningga bu ayollar namoyishga chiqsin bo'lmaydi. Erlar ayollar. To'g'ri. Bu deriz ayollar namoyish chiqishga bo'lmaydi. Nima erlar bor o'rinda so'zlashga bo'lmaydi. Jamoat nimaga nurg'ulgan shu ayollar bor, men bundaq jamiyatga yana qatnashgan bo'lg'achqa ayollarning ichida shundaq o'zi erlar qilolmaydigan gaplarni qiladigan shundaq o'zi iqtidorli ayollar bor. Bundaq ayollar o'zining iqtidorini shu yerda joriy qildirishi lozim. Uni seniki ovozing harom, sen so'zlasang bo'lmaydi degandek qilib, uniki bilimini insonlarga yetkazishga to'sqinlik bo'lish xato degan gap. Yani Qur'oni Karim buni cheklaydi. Shuning uchun ayollarning ichida iqtidorli ayollar normal kiyingan shart ostida jamiyatga, yana Uyg'ur jamiyatlariga, tashkilotlarga rais bo'lishga bo'ladi, davlat qurilgan vaqtida prezident bo'lishga bo'ladi. Har qanday o'zi vazifani qilishga bo'ladi. Ayollar erlar o'xshash o'zi vazifa o'tashga bo'laverdi. Bu haliqi hatta Peygamber Aleyhisselam'ın mı? Halal haramla koyuş hukuku yok. Diyen doğruluk doğru denilen ayetli var. Mesela Hasan'lı haram depsa ayetler var değil mi Peygamber Aleyhisselam'ın? Onun karşı Allah'ın nemi düşüp ayet olan da sen demişsin halallar haram kılıç diyen okşaş mandağıl nemeler vardı. Tembikler Doğru. Bu andayken bu bizimki bu adamlar nemege o ayollarınki avazı halal, avazı haram, o müzik dinlesi haram demiş. Bundan gaplarla kırı yürüdü demiş. Bu insanlar halkı onda desek neme halal haram degenliki halkı menbaasini yakumaydı könmegen adamlarda. Mesela avaz haram, gap qilish haram degan gap qandaq bir insonniki aqliga yoki mantiqqa sig'adi misolda. Qur'oni Karimda hech qanday yerda gap qilish harom to'g'riliq hech qanday oyat yo'q. Bu yerda so'zlash to'g'riliq hech qanday harom to'g'riliq oyat yo'q. Ammo qaysi gapni qilish, ya'ni gapniki qaysisi harom? Bu yerdagi masala bu. Qanday gap harom degan vaqtda boy degan o'xshash g'aybat harom.
Mesela böhtan haram. Deyiş usulü şundan mı yanında vakırap, işekten vakırap. Ya komiser köngülünü alımen, köngül mahil olup kalsın da başkalarını için üzüge dağıtıdığın da geplerini kılışını uzuca tak şu. Ama hem cemaat sorunda anqı cemiyetinin başlıkları bolgan adamlar sözleydi misal. Undaq adamlar biraz yuqori ovozda sözleydi. Bunun özünü bunun o'xshash chiqib olmaydi. Nimishqa degan vaqtda u odam ashundaq yuqori ovoz so'zlamasa, u jamoatning hammasiga angtamaydi u gapni. Shu sababdan biraz yuqori ovozda nim qildigan gap. Bu yerdagi ovozniki, yani cheklangan ovoz nima degan vaqtda insonlar halqi jamoat so'rindi masalan, bir odam yana bir so'z paranglashyapti, mayli ikki paranglashyapti, ayndaq har 2-3 ta bo'lib bundaq kallak bo'lib o'zi paranglashyotgan yerda ovozimizni chiqarib boshqalarniki gapini bo'ldigan bundaq saatdagi gaplarni qilish, bundaq ovozda gap qilish u hech qanday cheklanmaydi. Ya'ni shunday gap qilish kerak, chunki unda gap qilmasa jamoat anglamaydigan gap bu yerda. Doğru. Shuning uchun ayollar normal kiyingan shart ostida bu jamoat so'rinlariga, namoyish bo'lsin, har qanday bir so'ringa, Navro'z bayramlari bo'lsin, shunday o'zi bayram, har xil murosimlarga erlar bor so'ringa berib qatnashishga tamoman bo'ladi degan gap. Yani bu yerda biz masalan hajga borgan vaqtida ash haramning atrofida erlar ayollar birga yurdi misolda. Aydan chiqqandan keyin meshitda ayrim o'qiydi. Voy arablarniki burun tortib ayndaq xalqi xotinlarni ching tutib kelgan bir millat o'g'ashqa ashtaq yerda keyin ariyotgan nemisi bizga yuqib bo'lgan ishlar. Bo'lmasa ayollar odatda shu Kabening atrofida namoz o'qigan vaqtida yenimiz turib o'qiydi ayolimiz. Bu yerda sen ayol birga o'qitmaydi, bo'lmaydi deyotgan bir imommi yo'q, bir soqchimi yo'q, hech nima yo'q. Aydan chiqqandan keyin taqvoga tutib ketadi. Shuni ol ayolni arib qo'yish, agar nima qildigan gapda. Bumi bir alqi 200'limichilik bu nimada. Aslında biz Uygur milleti hatta Uygur devleti kurulgan Uygur devletininki devlet bayrağında bir erbilen bir ayağının kiresi varmış. O derecede ayarlarını beşimizi götüreklik. Onundaki hatta anığı oğa hürmetli belki güçlü hem de bu bizim milletimiz için. Benim küravatım mesela işlengen çok kısmı televizyon tiyatroları var ama Türklerinin az. İşlegen filmler var o. Osman Gazi o da işlevatı var tarihi filmler. Aslında ayarlarının rolü şunda ama töre. Ondan nükleerdeki için mesleğet, kılış, devletin işlerini kılış. Hem de kardeşimlik olmuş değil mi? Doğru. Dereceden de bu kandaş geldi bu Araplarınki Galdıgaş hemenensini kubul kılıp hem de biz şu ayarlar bilen ellerininki oturusuna şu fasıllan koyup zaten. Çünkü cemiyet koşulgan töhbelerini nima qilish da aslida en çok baylık. Ayollar cemiyetga töhfa qo'shsa shundan ya. Cemiyet taraqqiy qilishiga nurg'ulg'an kuchdan chiqirdi uchun. Doğru. Hamma ish erlar qilib bo'lmaydi. Albatta. O ayollarniki qildigan ishinikiga qarasa o erlar uniki hali jiqini qilolmaydi odatda. O'sha uyning ishi muqimli bir ishga 8 soatlik desakmi, undan jiqaroq ishga ishga berib kelib, shu tomoqni etib qochib qo'mishni yuvib, kiyim-kechakni yuvib, o'yin tozalab, hammaga yetishdi bu qaqcha yana. Bizga 5 kunlik qo'yish jozni o'rgatib ketimiz o'sha yerda. Asal. Yani bundaq o'zi bu degan kuch jihatda odatda normal 50%dan mı cho'ng kuch bo'cha, butun o'zi bir jamiyatda 50%dan yuqorisida kuch ayollarda bo'ldi misol. Buning uchun ayollarni chetqa qish, ayollarning o'zini bir ishga kuch yetmaydigan holatda bunday ko'rsatishning o'zi bu bir xato ish. Yana ayollarning iqtidoridan foydalanmaslik bu mana cho'ng bir nimada. Biz o'tgan vaqtda odatda bir uyga mehmondorchilik chaqirsa, axutum borsak, shu bir nimaning ustida men mayat o'tirib, meni ayolim yanimda o'tirdi, yana bir og'inimizning hamda vatanda chiqqandan keyin bu taqvolik niyatini tutib ketdi deymanda hamda.
İnemisiga ayollarning ovozi haram degichilarga qarshi başka qarindoshlar nimasida o'qidim men bu yerda köyden. Anaqa chiqarib bakıp birdigan bir nim bor-ku. Aleyhisselam bir peygamber var. Musa var. İki kızı kilip Musa Aleyhisselam mı demiş o? Musa Aleyhisselam nime yenbisini etti. Musa Aleyhisselam nime malı ekberdi. Malı ekberdi. Onun dinkin adadısı kızla özü kamışlarına toy qilib qo'ysam yaxshi ekan deb o'zi talab qo'ydi-ku masalan shu. Shu ma'noda. O'zi bir gap qildi masalan shu. Ayol shu. Endi agar harom bo'ladigan bo'lsa, ashular qilmasdi shu ishni, shundaymi ya? To'g'ri. Bu payg'ambarlarniki tutgan yo'llarini aynan tutsa, shu bizniki shu 30 yil yoki 40 yil deyli, 80-yillar 85-yillardagi shu Uyg'urlarniki örp adeti nurg'unlar tushidi. Hozir shu qora kiyimni kiyib lekin Uyg'urlarning örp odatini buzib etdi bu haqchi. Bo'lmasa burunqi örp odatlarimiz tushidi bizniki nurg'unlar. Xitoy biz qarshi turgan shuning uchun deb bizlar o'xshash kipanga qo'ygan uchun. Ammo lekin Alloh talab qilganmi buni uchun desa, o'tgan erkasida shu gapni yozgangan bu odamni kafirga chiqarib nurg'un bu odamga yordam qilsam olmaydi fatvolarni chiqarib ketdi-ku bular. Bu derecede hem de çok qalaqda bizning ham. Nima uchun da'vatida shu gapni uchun? Onun mu qilgan? Şoňa jamiyatda erler bilen o'xshash holatda agar u ayolniki shu bir xizmatga uniki qobiliyati yetadigan, şoň hudusini chiqaragan bo'lsa, erler bilen o'xshash shunda xizmatda bo'lishi bu nihoyat yaxshi bir ish. Ayollar bu ishga kirsa bo'lmaydi deb lekin uning o'zini chetga qilib qo'yib, uni iqtidorini foydalanmaslik, uni kuchidan foydalanmaslik bu millatniki taraqqiyotni oxirga suradigan bir narsa. Agar davlat qurilgan taqdirda bu davlatda zodi nurg'un ishlar bor. Erlar qilolmaydigan yoki yetişolmaydigan shunday ishlarning o'ziga ayollar qildigan gap shu ishning o'zi. Shuning uchun bu yerda bir tarafdan ayollarni kamsitishga o'xshash, ayollarni kuchsiz, ojiz ko'rishga o'xshash bunday har xil narsalar bor buning ostida. Bunday qilish butunlay xato. Qur'onda hech bir yerda ayollar andaq töven erlar bunday yuqori degan bir narsa yo'q. Şunun uchun bu yuqoridagi yemek içmekten tatip, kiyim keçek, sözleşten tatip, hammasi bir şunu tüggen bo'ldi. Ama şu nakşi muzikada mı yuqori degenge o'xshash. Al-Qasır Luqmandagi bir oyatni misol qilib debdiken, bu oyat bu nima naqshiga hech qachon o'zi naqshiniki haromlikqa dalil bo'lolmaydi. Naqshiniki haram bo'lishi, cheklangan naqshi bo'lish uchun biz yuqorida zikr qilingan Qur'on cheklagan so'zlar bo'lmagan shart asosida undaq naqshlarni aytish nihoyat yaxshi. Uning ustiga bizda nurg'un yerlarda bo'libmi shu Turkiya va kaza deymiz. Mesela bizniki to'y to'kin va kazaga bir qancha qatim qatnashdim. To'y to'kinning o'zidami shu tabliqligini tugitadigan shunday bir odat bor ekan endi. Ama hozir biroz ba'zanlar nim qilib to'xtab turib bu naqshi muzikim qo'yib bir ancha usulni o'ynab to'ydak o'tkazayli deganlarni chiqqan o'xshaydi. Lekin bo'limi nihoyatda ozdan egallaydi-ki, shuning uchun bundaq yerlarda ancha o'zimizniki naqshi muzikalarni, ya'ni chelishga bo'ladiganlarni, ya'ni mana shu vaqtida chelib, shu yerda o'zi usullarni o'ynab, ko'ngilachib shu yani milletniki medeniyetini evlatlarga öğütüşümüz bu nihoyat muhim. Eğer biz undaq yerda hech qanday bir yerde özümüzün naqshi muzikalarını, usullarını qilmasak, şu vaqtda balalarımız hech qanday özümüzniki milliy medeniyetimizni xabarsiz qoldi degan. Bu vaqtda ular nerede yaşagan bo'lsa, şu yerdagi milletniki medeniyetini qabul qildi. Adam
kallasida o'rin bor, madaniyatni qabul qiladigan bir o'rin bor. Bu o'rin bo'sh qolib qolgan chog'da boshqa millatning madaniyati u yerga qochilinadigan gap. Shu vaqtdan keyin o boshqa millatlar bilan madaniyat jihat birlashib ketgan bolalar ular bilan to'y qiladi, undan keyin barmog'imizni tishlab qolamiz. Nima bilan butun ziyon o'zimizga bo'ldi. Shuning uchun biz balalarimizga biroz o'zimizning nasllarni o'rgatishda biroz keng qo'saq, so'rini sal kengroq ochilgan mundaq bir bo'lishimiz lozim. Bo'lsa, mush televizorlarda misol o'zimizning qo'choq filmlari deymiz, har xil urf-odatlari, naqshi musiqalari, mushuni ko'rsatadigan, anlatadigan mushundaq narsalarni aytib qo'ysak, texnik yaxshi bo'ldi. Chunki bolalarimiz davomli boshqa millatniki qo'choq filmlarini ko'rdi. Ondan keyin til chiqmadi deymiz. U bolalar boshqa millatni ko'rgandan keyin til chiqmaydigan gap Uyg'urcha. Agar o'zimizniki ashundaq filmlar bo'lsa, shundaq kuldirga naqshi musiqalarimiz bo'lsa, onun özünü aşındaq televizorda qo'yib bersak, bolalarimiz o'zimizning madaniyatini ko'rib, so'ng oldu. Ondan keyin o'zining madaniyatining nima ekanligini tushundi bolalar. Shu vaqtda o'zimizga yaqin bo'ldi. Ham o'ziniki madaniyatiga yaqin, o'ziniki qarindoshlari bilan to'y qilishni izlaydigan bo'ldi. Bo'lmasa u bolalar keyingi vaqtdan keyin ketib qolsa, o vaqtda bizga hech qanday chora yo'q bo'lmay, Yevropaning o'zida ketib qolgan bolalarni hech kim majburlab akalanmaydi. Şu hamdalaqa özünün milletini tanımagan, özünün milletinin her qaysi medeniyet, tarix, nurgun cihetlerde şunda bay millet ekanligini, dünyadaki yetekçi millet ekanligini his qilolmagandan şunun bilan ona şu Arap bulanmaganlık. Ya o mesela cennetten tili Arapça, Xudoning tili Arapça depçi bular. Ayında birisini yuyup bulunupçu. Arapça gelsen sahip buladı, anda buladı, manda buladı depçi keşkiçe. Andan qilgandan keyin o dili vergendiki o gap ahire hatta dinni düşündürüştürme esri saadet. Aş peygamberden geldi Allah. Aşağıdakiler depçi. Eşret-i mübeşşirin dep hatta. Peygamber Aleyhisselam üzerinde bulduğanlıkını bilmeyemedi geldim. Aşında derecede bormulap dinle çöget keşke o insanın kallısı da otomatik yani Xitaylar bizge tilini öğrenme dep nokup durup bizge mecburluğun bağısı biz onunla da karıştırdık kendimiz şu an. Karıştırıp Xitaycın öğrenmeyi yani olması yüzümüzün tilini koklaşka bekrak birildik kendimiz. Mağavalaki dini yüzünde sevap bulur, anda bulur da mandaki geçke bu otomatik halette o asmalar sevap kişilerine gitken Doğru. Asmalar sevap gidip ondan gün nimanda asam aldığı kadar gittiğin gepken ahire gelip yüzünü hor Arap bulanmağalık yani. Bakın mengu Arap bulanmaydı. Arap mı birisi yaratmaydı o hatta bu derecede kabile bazen için. Şundan bir nimelige alaka yüzümüz otomatik asmalasyon kitimiz mao beheterlik için. Doğru. Ama mecburi asmalasya onun karşılık var. Yani mao sevap buludu. Andalı manda buludu belki dinini suistimal kılıp bizim milletimizin sesken durduğun ya ki Arap bulanmağalıkıga nime kılıdığın Bunda horluk ışkılık halet ekilişinin üzeri buna çok düşmanlık hem için. Doğru. Eğer muşundalık kılgan bolsa, müdahale terbiye kılgan bolsa ballık için. Çünkü bu milli kimlik deyimiz, milli kimlik dairesi neslerge nahayeti hoşyar buluşumuz lazım. Bu nakşi müzik yani medeniyetimiz, bizdeki milli kimligimizdeki en mühim terkibi kısmı. Tariximiz, medeniyetimiz, örf-adetimiz, tilimiz, yazığımız bu milli kimlikteki parçaları bular. Yani bu din diyor dediği vakit din hiçbir zaman bir milletniki milli kimlik emez. Milli kimlik olmaydı din. Din her bir şahsiniki itikad kısmı hesaplandı. Çünkü o şahsi ölen Allah'ın oturusu ki hiç kadar o millet sıfatı bir bütün milletniki milli kimliğindeki bir parçası değişik olmaydı. Nurgun qarindoshlarimiz var milli kimligimizdeki asası deb devaladı da bu dinning o'zini. Hiçbir yerde hiçbir millet dinni o'zining milli kimligindeki asası deb tanımaydı.
Avrupalıqni tanımaydı o milli nima dinning o'zini. Mesela öz Hristiyan diniga e'tiqod qilgan bo'lsa, Hristiyan dini bularniki milliy kimliginiki tarkibidagi narsa emas. Nima uchun degan vaqtda xolis chiqib keta oladigan, xolis kirib oladigan narsa degan gap. Din degan gap. Hamda bu millatdan degan vaqtda men xolisam Uyg'ur bo'lib, xolisam o'zi Uyg'urlikni chiqargan bir narsa emas bu. Ben tug'ilgan vaqtda Uyg'ur bo'lib tug'ildim. Ölgen vaqtda biroq shu Uyg'ur bo'lib o'lib ketdim, boshqa hech qanday bir yo'lim yo'q. Onun uchun men Uyg'urga tava bo'lgan hamma narsa meniki degan gap. Naqshim meniki, musikim meniki, urf-odat Uyg'urga tava bo'lgan. Urf-odat, tarix, madaniyat, til, yezikning hammasi Uyg'urga tava bo'lganning hammasi meniki narsa bu. Mening millatimning narsasi, mening milliy kimligimniki asosi. Men buning o'zini qo'g'dimay turib, men Uyg'ur bo'la olmayman degan gap. Doğru. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz nurg'un qatim shu birlik, ittifoq sohasida gap qilgan vaqtdami diniy birlik ustida birlashish bu to'g'ri narsa emas. Nurg'un qatim dedik biz uni. Chunki nima uchun degan vaqtda diniy birlik degan so'z dunyoda bo'lmagan narsa bu. Hatto payg'ambar alayhissalom zamonasida diniy birlik emas, milliy birlikning ustiga birlashgan payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan vaqtda misol Yahudilar, Hristiyanlar aslandagi mushriklar, musulmonlar birlashib, bu yerda Madina ahdinomas degan bir 5-6 qabila birlashib, bu yerda bir birlik tuzgan. O birlikniki %1-20% atrofidagi insonlar musulmonlar edi. Qolganlar 80% hammasi Yahud Nasara, shu mushriklar bo'lgan shu vaqtda. Zaten Yahud nimaniki Madinadagi aholisiniki %40% atrofidagi insonlar Yahud edi. Bunun sirtidagi nurg'un mushriklar yana mushrik holatda edi. Ular payg'ambar alayhisalom lakum dinukum valiyadin usuli bo'yicha hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga, ammo Madinaning o'zi bizniki. Unda qolganiki mushayni biz o'rtaq qo'g'daymiz, o'zimizning manfaatni o'rtaq qo'g'daymiz degan nuqtada millat sifatida bir yakka kelgan shu yerda. Xalq sifatida misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz millat sifatida yoki xalq sifatida yoki Sharq Turkiston xalqi sifatida birlashishimiz bu nihoyatda muhim. Ammo diniy nuqtadan birlik sep qurish bu mumkin emas narsa. Shuning uchun bu yerdagi xolis chiqib keta oladigan, xolis kirib oladigan narsani milliy birlikniki asos qilib olish bu xato. İnibisiga şu dinne amlıço. Odalik irsiyatga o'xshash. Adam dadam musulmon bo'lg'achqa men musulmon bo'lib tug'ildim debchi, menda qaraydigan odam %90% egallaydi debchi. Hech kim az sonlik odam tadqiq qilib bundachi masalan islom degan zot nima, buniki kitobga qaysi, shunami ya? Bunun içinde nima var deb bunda Qur'onni o'qib, andik. Bunun alaqadar kitaplarni o'qib, manda bir qabul qilgan din emas buchu. Nurg'unlarda irsi holati kelib qolgan. Yani şu İstanbul'da Qashqarda Xotan'da tug'ilib qolg'achqa musulmon uchu. Asli bir mahallik uchu. Ata-onasi musulmon bo'lg'achqa. Ashundaqa bir irsi din deb qaraydi-chu. To'g'ri. Şuna tushunchani o'zgartirish kerak oldi bilan-chu. Tushunch o'zgarmasa, undan milletin uchun ish qilsang jahannamga, vataning uchun ish qilsang shu bizambil go'sht debchi. Ashta holatda ham minusni yuydigan gapchi. To'g'ri. Oxiri kelib baka hech qanday bir haqqimiz yo'q, dardimiz yo'q, haqni o'ltirib, ularga dunyoga terrorist deb ko'z tushga Xitoyninki o'yiliga keldigan gap ham. To'g'ri. Şu bizniki şu dinniki asosini, ya'ni Qur'onni bo'libmi, to'liq ko'rib chiqmay o'qigan odamlarmi mana shu madrasada o'qiganligi uchun deyatim buni. Madrasaning o'zidimi Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, hatto Mishkatdan tortib hammasini boshdan oxiri o'qidi. Boshdan oxiri o'qib chiqamiz ash kitobning o'zini. Ammo tafsir o'qigan vaqtida hech bir zaman alhamdulillah boshlab va nasxchilik orliqda butun hammasining o'zini boshdan oxiri bir o'qib chiqargan birorta madrasa yo'q misolda. 2 par, 3 par o'tib kelsa 5 par o'qib men islo ol deydi.
Lafzı Kur'an dep bolsun ötküzdiğanly yok mu? Ya, o lafzı Kur'an'ı ben bir aşağı Kuçarık Ahmet Mevlid'i bir 4-5 pare, onudaki şu Abdülhakim Masumacım'da bir 5-6 paredek lafzı Kur'an okuyan buldum. Şu başka o 30 par Kur'an'ın özünde baştan ahir zade. Ondaki okutup çıkıdığan bir atal medres zaten hazır dünyada yok desem boldu onu. Yok onda. Ondaki bolgandaki o insanlar birinci şu rivayetini okuydu. Onudaki fiqh okuydu. Onudaki akide kitaplarını okuydu. Onudaki hoş yakımga vaqtida tefsir okuyduğun gebimde. Onda bolgandaki bu insanlar qanday qildi degan vaqtda bir yerde bir diniy sohada birisi savol sorsa, kallasındaki şu halkı tizib olgan qoida boyunca birinchi şu rivayetini izlaydi onu. O rivayetini tapamız, fiqhini izlaydi, fiqhini tapamız icma, qiyas, andakin aşıq qalandachilik bütün dünyadaki olimlar yezib qo'ygan narsani izlab turdi. Ve aldığında Kur'an turdu. Kur'an'ı bir qarasang-chi deydigan adam yo'q uni. Unda bo'lgandan o Kur'an'a ehemmiyet vermek bütün dünyada ilim kalenderi olup şu alim anda depti, ma alim manda, mezhep man dep şu mezhebini aktarıp yürüyendekin o adam özü hiç qanday özü bilim yok. Ondaki xalqni qaylıqlamaydı, özüm qayıl bolmaydı. Şunu oradan ketayotgan bir din. Aslında bu Kur'an'ın özünü baştan ahir eğer ayındaq yaxshilab okup çıkkan takdirde hiç qanday bir başka kitapka ihtiyaç düşmeydi insandaki. Mana biz hozirgi halal haram meselesinde 3-chi nemeken 3-chi videodaydi. Halal haram meselesinde bir tal bir rivayetine ihtiyacımız düşmedi. Kur'an'daki şu bazı yer uçuk gösterilgen hüküm, bazı yer metodunun özünü öğrensekla bu yer neyim halal, neyim haram geldiğini zaten eniqli ajırta alayımız. Bunun tuğan hiç kadar bir narsa yok. O xotigan avaz haram mı, halal mı onun özüne sürüştürüşünü onu Kur'an'da nemin haram depti, nemin halal depti. Bunu sürüştürüşünden qarsak bu yer anda geplerini, manda geplerini haram degendeki ne? Bu yerdeki nersi mandak gedep özümüz olayla ajırta alayımız bunu. Doğru. Şu baştan aya okup çıkış için tercümesine ben vallahi biraz Facebook'ta okup Enes Hacim'deki izah tercümeni okup sungandım mesela şu. Aşılımı 42 saat okup optimum şu. 42 saat, 42 saat diye bir adamınki 2 günlük vakti değil mi şu? Doğru. Bir ömrüde de bir 2 gün vakti bir insanın şu. 40 saat, 42 saat vakti bir tercümeni baştan aya okup çıkışka yetmem demdi. Şimdi bir işine kalımaydıgan gepte. Sen şu çilek Kur'an-ı Kerim'le ehemmiyet beğenirsen hem de onun işindeki mezmunlardan, onun işindeki doğru kata dep közetken narsalarni qanday xabar qiladi. Ahir şu mallam nima desa shunda qiladigan. Ahir uchun. Keşke payati var. Endi bir qizil shapka kiysam qanday bo'ladi deb o doktor rahmetullah'ın sorumuzu var yedemço. Qizil shapka bilas bo'lmaydiganligini bilalishi kerakço. Doğru. Onun ataydan bir fatva yazıp çıkarganı görüp ben heyran kaldım onun için. Bu derecede bu kitabını bu diye depçu. Hem de şu özünü alim çağılan aş adamlama hem de acayip adamlandı. Aşıncılık, dercilik adamlı deyip kavakda. Heyran kaldım. Ne şunda galet gelgen. Şunun kutfağı. Ahir dep koydu tekçu. Niminti Allah özü bilirdi bunun doğrusunu edepçi. Normanca gapni yazışta o anda depti mi bunda depti depçi. Onun deyin ki en yaxşısı Allah bilirdi. Elbette Allah bilirdi de Allah ise aklını işler. Nem ya? Kızıl şef nim buladı bolmaydı. Unçilek neresi bilmeydi. İnsan malı Müslüman degençi. Kur'an'da muhkematın hunne ummul kitap ve uharu muteşabihat فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Diğerinin ahırsa وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ diyen ayet var Kur'an'da. Evet. Bu yerdeki mollalar hemmisi illallah deyip toxtab, verrasihun arvadı de.
Aslında bu yerdeki ayet neymi degan vaqtda Allah biladi. Hem de haqiqiy yaxshi o'qigan olimlar umi biladi degan gap Qur'ondagi ahkamlarning o'zini. Qur'ondagi ahkamlarning o'zini inson bilolmagan darajada bir narsa yo'q degan gap. Qur'on uni deyapti. Sen onu bilirsen desa, yo'q men bilmayman Allah biladi deb Xudoning o'zi sen o'zing bil uni deb Alloh tashlab bergan ish. Alqi juma namozda sallu alayhi va sallimu taslima degan oyat bor-ku. Aş ayet okugandan keyin, aş ayet okugandan keyin Allohumma salli ala sayyidina deb o'qiydi de. Aş o'qigan chaqda shunda o'zim xijolat his qilib ketdim menchi. Nima degan vaqtda Alloh taolo u yerda sizlar payg'ambarga yordam qilinglar deydi. Desa ayda g'achsa an o'qigandan keyin Allohumma salli ala. Uni degan bo'ldi desa, "Yo'q sen o'zing yordam qil" degan gap Allohga. Biz qilmaymiz, sen o'zing yordam qil deb Alloh ish qo'yayotgan yerda u. Bu da şunun qo'shash işte bu. Yani aşağıda kallasına kichkina ishlasizlar bilalaydigan narsaning o'zini yanıla Xudo biladi. Hammadan bildi uni Xudoning bildiganligini. Lekin u yer kitobni bizga tushirishni maqsad nima desa, sen bilsan shuni o'qisan degan gap bu. O'qisang bilolmaydigan bir kitobni tushirdim men degan hech qanday narsa yo'q. Qur'ondagi kelimalari men shu ashir mualliq, sabi mualliq, maqomatli har yeriga o'xshash. Aş kitabını o'qigan vaqtida Qur'ondagi shu oyatlarga qarab, u nima degan alqi? Bundaq. Odatda bir jamiyat ishlatilgan so'zlar bilan so'zlar ishlatilgan Qur'onga. Hamma odam uni bilalaydigan shundaq o'zi so'zlar ishlatilganda, bu da ommabopdan tutma. Olimni tushuna oladigan, johilni tushuna oladigan darajada bundaq bir kelimalar ishlatilgan. Çünkü Peygamber Aleyhisselam şair yoki bir edip bo'lmaganligi uchun bu yerda Peygamber Aleyhisselam tushunish kerak birinchi. O'zi o'qimagan odam bo'lgandan keyin u tushunigidek holatdagi narsani demakki har qanday bir odam tushuna oladi degan gap. Demakki shunchalik narsaning o'zini, ya'ni hamma odam tushuna oladigan darajada bir Qur'onning o'zini 20 yil, 30 yil, 15 yil shu arabning oqisiz yurib, o'qib, yana men tushunmadim, sen o'zing tushunsiz deb Allohga eshitib qo'yishning o'zi bu bir jinoyat manojat qilgan. O aş ayetlim bormalaydı mesbalik mutashabih degan gap nima qilib. Asli bu har qanday bir adam kitob yozsa, kitobning beshiga hargiz bu kitobni siz o'qib tushunolmay qolasizlar deb yozmaydigan. Sizlarni tushunishinglar shu yozdim deydigan-ku. Allah hamda bizga shunda muhim yetakchi kitobni tushirib, yani biz tushunolmaydigan bir narsani bizni oldimizga qo'yib, bu ochiq kitob, bu tushunish kitob, aqlingni ishlatsang tushunarsan. Bu shunday anaqa ajoyib gaplarni bir-biriga zid qiladi-da bular. Bu yapasi bu mujmal qat'iy tushunga olmaydigan kitob degisi bor. Mening og'zimni qaranglar, bizning og'zimiz qarang. Bu yerda bir telefon kelib qoldi, savolim bor, so'raydigan deydi, anglab boqinglar. Assalomu alaykum, ovoz naqmaydan bog'landi, savolni so'rsak bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Bu nimadan program tugagancha so'raydi deb o'ylagandim. Hozirdan qulay o'smasi so'rsam bo'ldi. Shu necha kun oldida bir qarindoshlar bilan bundoq bir hadis to'g'riliq so'z chiqargandik. Aslida shu Ömer Halid Ömer shu payg'ambarimizniki tugatganga 3-4 kun qolgan vaqtida shu men qog'oz qalab keltiringlar, shu qilaman yozgan nima vasiyatnomdan shu qilib nima qilma degan vaqtida shu Ömer unutganda bizga Qur'on yetadi deb. Ana shu gapni degandan keyin bu kimlarniki fikr chiqib keldi. Qarcha qildim deb. Ondan keyin unisib deydi, bizlar bilan oldida Ömer raziyallohu anhu. Savolni toza fahmadiq-ku. Üzülüp qoldi.
Bizim insanlarımız naq maydonga telefon qilib, bir yerlarga bir narsa ifoda qilmoqimiz, oson bo'lmag'achqa gapimizni topolmaydigan ahvolimiz bo'lib qoladi ba'zi. Axırda sual chiqmoqchi edi, hozir endi uzilib qoldi mana bu. Men normal telefonda urib boqay, WhatsApp uribdi ekan. Sualni bilmay qolib qoldik. Sizlar ovoz to'g'ri qoldi. Ha. Men kelgan vaqtim. Kaga yazdilar, sualni o'zidan so'raylik qani. Sizlardan sormoqchi bo'lgan sualni. Men vaqtda shu başı bildirinki ben bu Ömer yahu Enhune hatta kelgan bo'ldimda peygamber hakikaten sorusu beğenmeyildi. Diğer bir kez şuna buldu dedi biz planı aldık plan tanıklayacağım hukukumuz yok. Biz diyen lan kınarı da da bunlar yapılan kılıçı. Şu an başında düşüneceğim de kandak bu Orman demek için şu hürmetler özümüzün hoşladığını kaptırın görüşmüşten. Evet, düşünmüştük. Lan ki arkadaşlarını tanıklaş. Hatam demek o. Rahmet. Anlap bakalım. Yaxşı sual ekan, rahmet. Bu hem de sahabalık münasebetli bir söz ki. Ulaniki mesela işler qarta agar xato bo'lsa tanqidlash bo'lam degandek gapmi u? Yani şu burunqularning işlerini tanqidlash masalalarida ulug'laydigan ulug' odamlar biz ularning fikrlarini tanqidlamaymiz degan shaklda Ömer Resulullah anhu eğer bu yerda tiqishib qolsa qattiq tanqidlaydi. Hattoki sen nima demoqchi bir insonga baravar. Hatta ayol bir ayol qo'pab nima Ömer Halife vaqtida Halife mi demeydi ular. Emirul Mu'minin deydi. Emirul Mu'minin deydi o şundan ya. Şu bak aciz bildik Allah'a yamacık çıkıp gitti. Hemen silahınki bir nimeğini ya mesela qaysi bir evvalda silahınki mihrinlarını belgilep qay nikahının ço. Yallarını mesela. Diğer vakti bir ayal kopap lan. Hatta yüzüdü minullah ayal diyende hadislerin bağmış yani. Şunun vakşı rivayetler. Sen nimi de varsa Allah belgilmegen mihirini sen belgileyen nimi haddin diyeligen insanlar şundan mı ya? Yani bizim insanlık kapap biz onu elevatkan temikten gelmeyimiz. O kadar yani hor iskılıdığın üzerine bayatı mı da pöttük. Sen özleri bir cevap versin bize. Şu burunqulağa hürmet qilish bir yaxshi bir axloq. Ama ularniki xatoligini xato deb tunimaslik, to'g'risini to'g'ri deb tunimaslikning o'zi bir to'g'ri bir ish emas. O'tkazgan xatoligi bo'lsa, uni xato deb tunishimiz, to'g'risi bo'lsa to'g'ri deb tunishimiz nihoyat zarur bir masala, chunki bu e'tiqodga munosabatlik, dinimizga munosabatlik bir masala bo'lg'achqa, buniki xato yerlarini xato deb tunimgan vaqtida kelajakdagi insonlar uniki xatoligini to'g'ri ish qatorida his qilib, shu xato yo'lda mangadi degan gap. Biz o'qigan vaqtida shu xalifalarniki tarixni o'qigan vaqtida bular shunday ishlarni qilgan ekan-ku. Bu sahoba turib misol Siffin urushi deymiz, Jamal urushi deymiz, ayni o'sha urushlarni qilib 100 mingdan ortiq odam o'lib ketgan ekan misol. Sahobalar bir yo'sini so'qishayotgan ishda. Bu qandaq to'g'ri bo'ladi degan vaqtimizda biz bularni gapini qilib og'zimizni qon qilmayli deb ustozlardan ba'zilar ashlar degancha, u og'izni qon qildigan ish emas. Bu yerlik narsa nima degan vaqtda ularni xatoligini tunigan vaqtda biz shu tushko'rikka kirmaymiz degan gap. Alloh taolo Qur'oni Karim nurg'un payg'ambarlarning voqealigini va mushriklarning voqealigini, munofiqlarning voqealigini o'zini bayon qiladi. Maqsad nima degan vaqtda bizniki dars elib ashundan to'g'ri yo'lni tepishimiz uchun bizga bir yo'l ko'rsatish maqsadida aniqlayotgan ishda. Shuning uchun biz nima degan vaqtda mayli Hazrat Umar bo'lsin, mayli Abu Bakr bo'lsin, qanday bir inson bo'lishini qat'iy nazar, uni normal bir inson holatida tunishimiz va uni o'zi noyatbay ulug'lab hech qanday xatolik o'tkazmagan holatda bunda e'tirof qilishniki xato ekanligini bilishimiz lozim. Hazrat Umar bo'lsin, uning nurg'unlagan xatoliklari bo'lgan. Misolda, chunki inson xatoligi bilan inson, uniki xatolik o'tkazganligi bilan u eski odam deganligi emas.
Lekin u inson bo'lganligi uchun xatolik o'tkazgan, uni xatoligini xatolik deb tunish hech qanday o'zi ziyon emas. Hattoki Hazrat Umar bo'lgan taqdirda ana shu xatoligini biz sen mana shunday xatolik o'tkazish mumkin-da. Shuning uchun bu yerda sahoba deyish bilan uniki butun ishi to'g'ri bo'lib ketgan bunday ishlar yo'q. Mana xatolik demoqchi gapni anladim. Hazrat Ömer deb raziyallohu anhu demagan o'xshaydi ekan-da. Qilgan o'xshaydi. Hamda her qanday bir odamga Allah razı olsun deb tilaklarda bo'lish bu yomon bir ish emas. Misol, hozir normal odamdimi Allah sizdan razı olsun deyishning o'zi bir to'g'ri bir tilak hisoblandi. Hem bu adam Allah razı olsun deganlik bilan Allah onun Allah razı olup ketishini atayın. Onu hisob kitob qildigan ishlar bo'ldi. Qilgan amallar bo'ldi. Shu amalga qarata Allah razı bo'lish bo'lmaslik Allohning o'zining ishi misol. Doğru. Mesela Ama bu yerdeki raziyallahu anhu degan kelimani ishiltish usuli to'g'ri bo'lish kerak. Allah razı bo'ldi degan qatorda ishiltish xato. Allah razı bo'lsin degan qatorda ishiltish, agar maqsad Allah razı bo'lsin degan qatorda ishlatsa, u to'g'ri bo'ldi. Chunki Allah razı bo'ldi deganning o'zi Allah razı bo'ldim, bo'lmadimi, u Xudoning o'zining ishi, uni biz hukm chiqarish nemimiz yo'q. Ama o sözün özüdün razı bo'ldi degan ma'no chiqmaydi-ku deyman. Radiyallahu anhu deganning o'zi bu arabniki so'zda Allah razı bo'lsin emas, Allah cho'qim razı bo'ladi degan ma'no chiqadi radiyallahu anhudan-chi. Nima? Chunki muzari mutahaqqul huquqini mozilarga keltirish degan bir qoida bor arabniki nemisda grammatikasida. Bu radiya deganning o'zi fil mozi, misol qiyomat kuni Allah onundan cho'qim razı bo'ldi degan mundaq bir ma'noda keladi so'zchi, agar muzari mutahaqqul huquq bo'lsa. Shuning uchun bu yerdagi narsamiz Allah razı bo'lsin degan maqsadda desa, u vaqtda undan hech qanday nim bo'lmaydi. Mehmet kendi bir yerde Ahmetcan Kasım'dan rezervler anhu deptim ben. Onun katı kaşap kettim mi? Şu an ulan şu vatan millet hususunu küreşka edemdik yani. Ulağım Allah razı olsun aşıladın diş mecburiyetimiz var. Kendi belgen adamla. Şundayım. O sualın cevabına kanaat hasıl kıldı mı bu birader? İnkaz qaytırmadı ama sualada bir qancha mazmun bordi. Biri Peygamber sallam ölüp ketgandan keyin qalam qog'oz keltiringlar desa, yo'q deb keldirmaganligi so'zlandilarda. Endi shu qilmishini xato bo'lganda yoki undaqti degan o'xshash analiz qilgan chog'da sen ularninki qilmishlarini sen surishqidek sen kimsan, biz ularning tirnoqqiga to'g'ri kelmaymiz deb ularni pek ulug' bilish shaklidan ularning qilmishlarini operatsiya qilish, analiz qilish shaklidagi ish to'g'ri bo'lardi, bo'lmamdi degan savol edi-da. O vaqtda javob berildi. O Hazrat Umardagi hamda shu vaqtda hamda Payg'ambar alayhisalom qog'oz qalam akilolib, men bir narsa yozib beray. Demakchi odam bundan keyin xalifa bo'lgan odamni yozib bermoqchimi yoki shunday bir narsa qilmoqchi, bir tavsiya qo'yish bir narsa yozib bermoqchi bo'lsa kerak. Hamda u yerda Payg'ambar alayhisalom temperatura qizib, ayndaq bo'lgandan keyin o rivoyatning o'zida Payg'ambar alayhisalomniki ahli o'sha hozir joyida emas. Agar Payg'ambar alayhisalom shu holatda bir narsa yozib qo'ysa, bir xato bir narsa yozib qo'ysimi, u kuchga ega bo'lib qoladi. Uningdagi xato narsa o'tirib chiqib qoldi degan maqsadda Hazrat Umarniki yozdimog'anligi shunday bir yozdimog'anlar haqida shunday bir narsa bor. Hem buniki rast yolg'onligini ham bilmaymiz. Chunki u keyin shu 250 yil keyin yozilgan bir rivoyatdagi narsa. Hazrat Umar rast ashtaq qilganmi yoki unda qilmaganmi uni bilmaymiz. Shuning uchun bu yergi narsani bu degan vaqtda agar ashunday bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom normal holatda bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda yozdimog'anligi xato bo'ldi degan gap.
Eğer Peygamber Aleyhisselam normal halatda o keşir bu adam şu Ömer, Osman, şu nime, Eli bu aşı adamını yendi bak ki şu adamını bildi Peygamber Aleyhisselam'ın şu vaktiki ehvalını. Şu ehval karta eğer Peygamber Aleyhisselam rast o keselin sebebinin ehli o şu cahil bulmagan bolsa onu yazdırmaganlığı oma toğra degan gap emdi. Demek ki oğlumuz neymi degan vaqtda bizga o iş mecbur. Peygamber Aleyhisselam'daki kandak ehvalda ekanligi mecbur. Bunun için o yerde Ömer'in özüne eyitlaş işlerimiz mi? Bunun asası yok degan gap mana şu vaqtda. Çünkü aniq bilmaymiz da iş näsinin özüne. Xo'sh, endi shu bir savol tushibdiki, buni bir odam emas, bir qancha odam so'ragan bo'ldi. Meniki shaxsiy xonamga yozganli bo'ldi. Shu halol harom masalasichu. Aytganda nimaga shuni besonliqni debdikaslar, nima qo'yib dikaslar. Men shuniki oyatning o'zini bir tarjima qilay. Sura An'amniki 118-oyatning 121-oyatigacha orliqdiki فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ degan mush oyatning o'zida sizlar Allohning ismi zikr qilingan narsani yanglar deydi Alloh taolo. Agar Allohning oyatlariga ishongan bo'lsanglar. Bu nima degan gap? Biz Alloh taoloning halol harom haqidagi tushirgan oyatiga sizlar ishongan bo'lsanglar, Allohning ismi zikr qilinib bo'g'izlangan hayvonniki, ya'ni halol hayvonlarni masalan bir qo'yni deyli. Allohning ismi zikr qilinib bismillah Allohu akbar deb bo'g'izlangan bo'lsa, uning o'zini yanglar. Nima uchun buni dedi degan vaqtida u sahobaning o'zi shu vaqtda yoki musulmonlar mushrik vaqtida o Lat Uzza degan butlar uchun bo'g'izlangan narsalarning o'zini bu Lat Uzzaga bo'g'izlandi. Buni yesak bo'lmaydi deydigan ko'z qarashlar mavjud bo'lgan. Keyin islomni qabul qilgan vaqtda bismillah Allohu akbar deb Allohning nomi bilan bo'g'izlagan vaqtida ash qoidani uniki esga kelib qolib, buni yemaydigan ishlar mavjud bo'lgan. Buning uchun Alloh taolo bu yerda Allohning ismi zikr qilinib bismillah Allohu akbar deb suyulgan go'shtni nima yemaysizlar? Yanglar aytdi. Va malakum Allah ta'kulu mimma zukira ismullahi alayh. Nima uchun sizlar Allohning ismi zikr qilingan narsani yemaysizlar? Va qad fassala lakum ma harrama alaykum. Sizlarga harom qilingan narsalar tafsili bayon qilingan to'sa deydi. Bu nima degan gap degan vaqtida hurrimat alaykumul maytatu va damu va lahmul khinzir deb 3 oyat va shu harom qilinganlik oyat nemislik oyat. Mush oyatni Alloh taolo mush oyatda deyaptiki, ash oyatlarda sizlarga halol harom nima halol haqida tafsili bayonot bergan tuqqo. Siz shunga ishongan bo'lsanglar, buni yanglar deydi Alloh taolo. Ikkinchisi وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Bu etiyeni sorulgan sualının naq yüzmen şu. Evet. Bu yerde Araplık gramatikada etpi degan bir söz var. Vav'nın özü etpi harfleri, etpi degan yuqorqi bağlaydigan harf degan gap. Bu yerde وَلَا تَأْكُلُوا degan vav'nın özü huruf atfı deymiz. La ta'kulu ma'tub. Aşu ve ma lekum alla ta'kuludaki la ta'kulunun o'zi ma'tubun alay. Ha tercim qildigan odamlar shunga diqqat qilish lozim. Bu vaqtda biz va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayhi va innahu lafisqu deganning o'zini opirib va ma lekum alla ta'kuludaki la ta'kuluni o'ni qo'yamiz. Shunga aytib bo'lgandan keyin. Bu vaqtda ma'no qanday chiqib degan vaqtda yuqorqi o'zi فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِ diyen ayetteki özde la ta'kuluniki nimisinden فَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ diyen nim kaydığı düşüp diyen gel şu vaxtda. Allah'ın ismi zikri kılınmayan nesini siz yangla. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.
Nima uchun sizlar Allohning ismi zikr qilinmagan narsani yemaysizlar? Deydi Alloh taolo. Va innahu la fisqu. Allohning ismini zikr qilmaslik nima? Fasıqlık, he? Fasıqlık faqatla. Bunun da başka hiç qanday narsa yo'q. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda Allohning ismini zikr qilish qilmaslik u narsaniki halol bo'lish yoki harom bo'lishiga hech qanday rol o'ynamaydi degan gap. Ya'ni bu shu joyda aytgan vaqtda wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi deganning o'zini va ma lakum alla ta'kuludiki la ta'kulu aytgan vaqtda va ma lakum alla ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi degan bo'ldi. Nima uchun sizlar Allohning ismi zikr qilingan narsani yemaysizlar? Uni zikr qilmaslik fasiqlik bir tarafdan. İkinci bir tarafdan uni yemaslikning o'zi yo'lsa, yemaslikmi ham la fisqu, fasiqlik. Allohning ismi zikr qilinmagan holatda tuyulgan bir qo'yning go'shini bu bismillah Allohu akbar demedi deb o'tirib, uni harom deyish, bu yo'lsa yo'lsizlik. Nima uchun degan vaqtda Allah Teala hurrimet aleykumul meytetu ve demu ve lehmul khinzir degan o alqı bu yerde şunun için bu yerdeki nesne mi degan vaqtda buniki qin haram. Halal hayvonniki qin haram bo'ldi. Haram bo'lgandan keyin bu yerdagi masala nima degan vaqtda qinni chiqirib olsalar, bu vaqtda u narsani mayli qinning o'zini bir musulmon chiqarsin yoki yahud nasara chiqarsin yoki mushrik chiqarsin, uni qinni chiqarsalar, bu halol bo'laver degan gap. Demak, uni bo'g'izlagan odamniki kim bo'lishi ahamiyatli emas degan gap. Hech qanday ahamiyati yo'q. Fakat o yerda ahamiyati bo'lgan narsa nima? Qinni chiqarish chiqarmaslik masalasi. Bir qo'yniki qinni chiqarish, ya'ni bo'g'izlab qinni chiqarsa, kim chiqarsin? Er chiqaramdi, er bo'g'izlab chiqaramdi, ayol bo'g'izlab chiqaramdi, musulmon bo'g'izlab chiqaramdi yoki g'ayrimuslim bo'g'izlab chiqaramdi, uning hech qanday ahamiyati yo'q. Qinni chiqarsalar, bu halol bo'ldi degan gap. O qinimi o'zi pishqirib, o'zi chiqitdi-ku. Endi bo'g'izlagani qon chiqadi o. Qanni chiqarish degan bo'g'izlash degan gapda mana vaqtida. Bo'g'izlagandan keyin kim bo'g'izlasa, u o'zi halol bo'laveradi degan gap. Ya'ni bundan bir Alloh taolo uning o'zini bir narsani halol deb yaratgan bo'lsa, u halol deb yaratgan narsa bismillah demaslik bilan harom bo'lib qolmaydi degan gap. Bu bir suvga o'xshash, bir pokiz suvga o'xshash. O suvning o'zini bir mushrik man satsin yoki bir musulmon satsin, uniki halolligida hech qanday shubha bo'lmaydi. Shuni belgilanmas halollik. Shuni o'xshashlar. Bu yerda qo'yning o'zini mayli mushrik so'ysin yoki g'ayrimuslim so'ysin yoki musulmon so'ysin, bismillah desin, demasin, ayol so'ysin, er so'ysin, uningda hech qanday o'zi bismillah deyish demaslik bilan uniki diniy nim bo'lishi bilan qat'iy nazar qanday chiqarsalar u narsa halol bo'ldi degan gap. Bu yerdagi o'zi qilingan tarjimadagi eng xato ketgan yer nima degan vaqtda wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi deganning o'zida va'ni iqtida la ta'kuluni shu jumlaning 5 qilib ayrim jumla qilib tarjima qiladilar. Çünkü Allah'ın ismi zikr kılınmagan narsani yemeğin deb tarjima qilib qo'yiblik, bu xato tarjima. Çünkü bu yerdagi narsa nima degan vaqtda wala ta'kuluning o'zini va ma lakum alla ta'kulu degan Allah ta'kulu aytgan vaqtda nima uchun Allohning ismi zikr qilinmagan narsani yemaysizlar? Sizlarga harom qilingan narsa tafsil bayon qilingan bo'lsa, degan gap bu. Çünkü bu Arap gramatikasini yaxshi bilish bu nihoyat muhim bir masalachi bu. Bundan keyin buni aniq aytib qilib tarjima qilishda hamda bu nima bunday tarjima qilib deb nurg'un o'zi qarindoshlarimiz bunday o'ylashi mumkin. Shu oyatning o'zini shu Allah ta'kulu aytib qilishdagi to'g'ri ekanligini yana o'zi isbotlaydi degan.
Hoş, 1,5 saat bulup ketdi mana. Kengri bir hizmettiler bu yollaman için. Mesela Allah için kengri Xitoyga yol disizlar bu. He. Hem de keler qatimda ma haram aylar to'g'riliq to'xtalamiz. Haram o'zi o'rinlar to'g'riliq to'xtalamiz qo'ygan bo'lsa, bu munoyati o'zi jiq talash tortish bo'layotgan bir masala. Şoňta haram to'g'riliq masala tugmadi. Ammo avval kiyim-kechak, so'z, yemek içmekteki näsil tugudi birak qur. Ekranda ne çıkartamlar ya? Ekrana bir xat chiqadi. Hozir bir resim attım. Bunun da ilgili söyleyişçe bu bizning programma chiqqandan keyin vatanda Xitoylar saray mollarini ishqilab Uyg'urlar cho'chqa go'sht yeysi bo'ladi degan fatvoni chiqargan ekan. Qarshi aqlni kökka o'lab zahidallarlar bizning chiqargan programmalar Xitoyning programmasini bir siziqqa ekkepti. Ekilib ikkisi bir siziqda ma'lumotqandek bir tuyg'uda inkaslarni yozishyotdi, sharhlashyotdi. Birer açıklama yoki birer söz qilishga to'g'ri kelsa agar diyorsa ifade verirsek deb o'yladim. Merhamet. Biz hem meniki şahsen o Xitoy neymiş qiladi, onun hech qanday xabarim yo'q bir tarafdan. Biz hozir şu Qur'on şu programını başlashning oldida o programın etini nima deb qo'yamiz deb o'tirib, necha kun o'ylanib, necha oy degandek o'ylanib yurib, Qur'ondan nazar deb qo'ydik. Qur'ondan nazar deganning o'zi har narsaga Qur'onniki durbuni orqali qarash, Qur'on orqali qarash. Qaya nim bo'ladi, to'g'ri bo'ldi, qaya nim Qur'on tushib, qaya tushmaydi, uni o'zi Qur'on bilan isbotlash, ifodalash buni maqsad qildik. Bir qism halqa hozir mana bu bismillah demay so'ygan narsa halol degandan keyin bir qismi ash cho'moqchilar, ashunda qilqa gap topadigan insonlar, inson desakmi shu toza to'g'ri bo'lmaydi, ammo demay amal yo'q. Bu aşı yerga apırıp bunu aqıtı Xitoy va degan aşı Abdusalom degan nima Avstraliyadagi aşılar degan o'z vaqtida. Bo'z ko'zi qo'lim tiqib oldim zodi vaqo. Bir gapni qilgan vaqtida u odam Qur'on qarab gap qilayotgandan keyin uning bir hurmat bilan bizga emas Qur'onga bo'lgan hurmat bilan gap qilish lozim. Biz bütün o'zi kallamizni Qur'onga yig'ib Qur'onda mandat deyapmiz. Xitoy anda debdi, onun uchun Xitoyga biz moslashaylik deb qilyapmaymiz buni. Millat zodi qayerda xato ketyapti, qanday hayot to'g'ri ketyapti? Buning o'zini Qur'onga serish orqali biz baho beraylik va Qur'on orqali ularniki yo'llardagi xatoliklarning o'zini biz ko'rsatib beraylik deb qilyapmiz. Biz buningda bir Xitoyning depiga uslaydigan bir hech qanday bir yer yo'q. Biz davamlı milliy manfaatni birinchi o'rinda qo'yib, milliy urf-odat, milliy kimlikni birinchi o'rinda qo'yib so'zlayapmiz. Shu. Biz arab bo'lishni birinchi o'rinda qo'ymadik hech bir zaman. Asla qo'ymaymiz zodi. Hatta men mag'lubiyatmi desam, tushundik haqchu. O'sha Kiram Zoir ustoz meniki yan qo'shimchim. İstanbulga kelib, hech kim necha yilning yanqisi chu. Bana o'xshash bir Qur'onchining borligini biladigan og'in ise meni bilan tanishtirmoqchi. Bu ustoz bilan tanishishim necha yil kechib ketaylik. Bu derecede hem de birbirimizle tanışıp geliştimma kızgınadigan bu insanlar şu. Bular da nüfuk kamusu deydigan insanlar hem her nimene deydi şu. Dikiş kese. Hem de. Bu xatninki bir yer yazılgan xatda bu biz to'g'ri gap yo'q bu yer uchun. Yo'q, ammo bu yerda diqqat berish masala nima desa, asli biz bekrak aql ishlatish yoki inkas bildirish tegishli masala saroy mollalarninki mushunaq o'z oldiga fatvo berish haqqi bormi, huquqi bormi? Chunki o'tmishda Umaviylarninki, Abbosiylarning qo'l ostida ishlaganlarning
Saray mollalarınınki işte din namıdan fatva verip bazı alalarımlarını oturga atkallıkı bugün günlükte pütümüz pütüşadı demez mi? Ben Aynısı tekrarlandı tarih. Ben bilgilerden Kur'an'ın közülen bir cihaz değil. Ya bu halal haram meselesi de şu bir ayet varmış şeyde bu Sür Nehl'deki 116. ayette وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ degan ayetçi. Bu ağzı kelgence mavi halal, mavi haram deyiş hiç qanday hatta peygamberinin hakkı emas o. Peygambergin beğenmegen narsa bunu. Ders yapıldı yine. Allah Biz kim o biz o Allah yaratgan narsani mavi halal, mavi haram deb haqqı uniki halal haramligini fatva chiqarib bergan bizning hech qanday haqqimiz yo'q. Biz faqat Qur'onni to'g'ri usulda tarjima qilib insonlarga men mavi halal ki mavi haram ki deyishimizda haqqimiz bor. Boshqa bizniki kim o biz o Xudoning diniga bizlarga nima kirdirgan hech qanday haqqimiz yo'q bizniki. Bu saray mollalar emas, hech qanday mollaniki payg'ambarga bermagan huquqniki o saray mollalarga bergan nima uniki nimasi bor? Mumkin emas. Ayette el halalı beyine vel haramı beyine de bamaş ayette ya. Yok bu o rivayette bor. Ma o sizlar og'zingni ma halal, ma haram deb og'zingni kelgancha unda og'zingni ko'ndirib olmang yolg'on gap aytdi. Tamam. Haram ne izlese haram Kur'an-ı Kerim'de ne ayeti? İnik dep kıyalığım için. Nemene haram işkellik. O halal doğruluk onu yanıkı bir sandımak etmeydi mi olacak? Kanda yer hisi bulduğalığı değil. Allah özü dep kıyalığım. Değil mi ya? Haram bir neyse aşımıcı mı ne? Elbette. Eğer ödep gidilgan iş yok kalsa, zulümü uçuran mecbur yüzülgen bolsa, onun gamlığı patva etmeydim. Allah özü bir pulalı bu patva. Elbette. Okay. O kadar kârlıcılık yolda tarlaştırıp ne kılacağım? Şu devamlı deydiğimiz Kur'an'a kelse hem neyse uç buludu hem o adam ayet bilim kalendir bütün dünya yürüyemeydi. Kur'an'ın şu sahada ayet topladı hem neyse oldu zaten. Men acımda şu izin şeriyanda men şu 96. tarihte izledik. Müslüman bulalım. Şu hayatımda bu dinden bizge tunuşturan, bizge yutturvan bu nerselerindeki enelevi ki o kadar akıl işitqa, o kadar öşmen, o kadar tuyduğuma aşında akıl karşı ile bir halat ekledik. Hatta aklını işitqasan şeytanın küçük şeytan kendinde acı derece hatta Ömer Radıyallahu hem de minde diye dal gibi eğer akıl işine şeriatı aldığı olsam payfayımdaki astığa üstegemez. Astığı mensiptim çünkü astı bu kasma demezemezin bununki hep acıyan işine aklımızın dimisini tutsaydım. Ama kıyamette aşı cehennem gibi vaka eden sual melaikeyle soruğacaktı sıra erklerin işletmeden soraydığı demeyin bizge. Endi ötken Binbaz'nınki Binbaz'nın bir felsefe yollab verdi. Kur'an Kerim'de değilken desek, Allah'ın hakkı şekilde desek, Binbaz'ın fetvasını koyup bu hadislerin Allah'ınki mürtet ilan kıldı. Onun arlap kılıp Cumhurbaşkanı'nın bir ittifak mandak dediğin güneşlerini atadı. Qaysi ma'lumot nimedeki Pakistan gibi şey Uyg'urlarni öttürüp buludu. Gençlik fatva çıktı mesela. Yani din Allah'ın namı işte bu fatvalarni beradigan huquqi bormi? İşte toplum cemaat beşi bo'lgan ya ustaz bo'lgan kishilarning berish haqqi bormi? Ularning bergan fatvasi to'g'rimi?
To'g'ri chiqamdi. To'g'ri bo'lamdi. Ya, qanday to'g'ri. Bir odamga, bir jamoatga fatvo berish yo'q. Masalan, Londondagi bir ishqa, Londondagi olimlar shu taftish orqali Qur'ondagi shu ahkam ko'rsatish orqali mandaq bo'ldi deb Qur'on hukmiga deb mandaq bo'ladi. Lekin o binbaz olan kimga nazar falaniye turib uqmagan bir narsa to'g'ri fatvo berish. Hatto fatvo berish haqqi yo'q uniki. Uqsin. Bizde adaylık aytgan. Nima vaqtida biz Norvegiyaga vaqtida o'yelish degan bir qo'zg'aldi. Shu vaqtda bo'ladi deb men bu nimani oyatni Qur'onga ishonmaydi haqli. Ashu nima degan Misrdan, Saudiyadan, Turkiyadan so'rab bo'lmaydigan odamlar bo'lgan shu vaqtda. Haram kedip. O hatta uyum kirip tamam şekillerge şu vaqtda. Ya ama şu adamlar şekergençe kılıqlıq yana. Şu yüz ağzına Bundan işlemiyoruz. Yürü. Allah icraat qilib bir fatvoni to'g'ri chiqargan bo'lsa, ikki savab Hata çıkargan olsa bir savap durulur. Çünkü Allah to'g'rilab aldı kelgan qilinglar. Zuvallarni yig'inglar deb buyurdi. Ma Qur'on deydi vaqtida. Sura Nahl hozir bo'ladi. Wala lima tasifu alsinatukum kaziba haramun. Litabtaru ala Allahi kaziba innallazina yaftaruna ala Allahi kaziba la yuflihun. Ma halal Allah'ın kitabı tayan. Eğer sen Allah yalganı to'qib, Allah haram qilmagan narsani haram deb, halal qilmagan narsani halal desang, u vaqtda nima deydi Alloh taolasi bunda kazzobning o'zi nijot topolmaydi deydi. Demak, o nimaning o'zini Qur'ondan to'g'ri ashlik hukmini deb bermay turib, xato bir narsani deb bersa desa, o savab bir savab ayrı qilib qolsin, uning jinoyat yozilgan gap. Bu nijot topolmaydi bas Allah Taala Qur'onda. Chaqchaq emas o. Shuning uchun bu Qur'onning o'zini bir cho'ng kitob emas. Boshdan oxir ko'rib chiqish uchun shu har bir masalani ayrim ko'rib chiqish uchun bir yil, eng uzoq bo'lsa bir yil vaqt sarf qilsa, arabchani yaxshi biladigan odam bo'lsa bir yil sarf qilib, hech qanday mazhabga misolmay turib, mazhabni unutgan holatda arab tilini bilaman men. Ben Arap gramatikasini yaxshi bilaman. Deb turib, bir Arab tilidagi bir kitobni tarjima qilayotgan shart asosida tarjima qilsa, bu hamma narsani bila oladi. Bu aldı bilan bular iymondan ojish kerak shu, u yakilish uchun. Chunki Allohning kitobiga hadisni tarqilib oldi emas bular. Hadissiz Allohning kitobini tushunolmaysiz deydi emasmi? Aldı bilan bu iymondan bir qutulsa uning uchun. Allah'ın kitabı bana yetidi ya mesela. Allah bir düşünüşlük bir kitap düşürüklük dep şu. Şununla bir iman etse, bu şu Kur'an bizi hidayet kılalaydı. Bu şu Kur'an'a geçsek ezip gitmeyimiz. Dep yüzü bir iş gelse, onu dik ayağı kilit ağacım. Bu mesela ters. Yüzülam kessuğa meyil oğa hem de. Bunu ekşivat %99 mesela eden bağımlı şu. Ulan bir de bulgar işte. Doğru. Bir insanga bak, bir ulan bir benden kaç kişi bilen sura vermeyi. Kallan doğan dikin, aklın doğan dikin, kulağı bir kitap ağın. Ama ağın bunun Uygurçadan 4-5 tane tercümesi çıktı hazır. Hiç olması bir seliştör bir okup bakka şu 4 tane 5 tane tercümen için. Başka bir ders demeydi bula. Yine şu Kur'an'dan ayrılmağa halatı bir ders değillik. Biraz ziyade okşamagan. İfade usullarını kullangan burası mümkün. Bir vakit yakınla canım, hocalarım, kırımdaşlarım, disinin bular düşün. Ada demeyen biz bir yerde Kur'an-ı Kerim'i desek, ama kopap biz hadis inkarcısı olarak. Ya hadis bir iman edilen bir neresi, bu olmasa hadis diye düşün. O kandan inkarcısı olarak. Hem ulanın dini inkar kıvatımızda hazır. Bunun için bizge kapı vardı. Uygur halkı muş hazırki annenevi dinden çıkmagan kadar bunun nicatlığı yok zaten şu
an'anaviy dindan chiqqan vaqtda Qur'onga kira oladi. Bo'lmasa boshqa hech qanday amal yo'q. Qur'onga kirmaganchilik bu diniy sohada to'g'ri yo'lni tepib menish qiyin. Mana bugun o'sha yemek ichmak babidagi o'sha "Valla ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi" deganning o'zini mazhab bo'yicha tarjima qilganda, misol İmam-ı Azam'daki ko'z tutishcha gapchamda. O'sha Allohning ismi zikr qilingan narsa harom degan fatvo varmış. İmam Şafii'niki mazhab bo'yicha bu oyatning o'zi Allah'ın ismi zikr qilinmagan degan bunda ko'ngilda bo'ldi. Uni og'izda Alloh bismillah Allohu akbar demagan odam degan ma'noda degan bunda har xil buni to'lg'ab yega aparamayishda yuribdi endi. Mazhab kitap tarjima qiliqliq. Mazhabni unutib ket. Bu tafsir o'qigan, arab tilini yaxshi bilgan odamlar mazhabning nima keragi bor? Mazhabni unutib ketib turib, bu oyat zodi qayavel bog'liq degan vaqtda fakulu mimma zukresmullahi alayhi'dan boshlab ash vala ta'kulu mimma lam yuzkarusmullahi alayhi'ning oxirigachilik ash hammasi bir jumla ekanligining o'zini, bir mazmun ekanligining o'zini qilib uningdagi tarjima qilsa hamma narsa ochiq-oshkor o'tirib chiqadi. Uningga hurmat alaykumul maytatini akib turib andekin buni qanday shartlar bor misol halol harom babida nima shartlar bor? Bismillah Allohu akbar demay so'ygan narsa haram degan bir kelim bormi ashada degan vaqtda yo'q u narsa. Yo'q bo'lgandan keyin bu yerlik oyatning o'zini o'ng'ay tushungan bo'ldi mana. Qur'onni so'zlaganligimiz uchun Xitoy va uni aqsa shayton va voy. O bizga batmagan tuhmatli qilmadi-ku. La ilahe illallah'nın kaba illallah'a bağıça la ilahe deyişk burulduk da aynen. Aşağı süpürmekçilik olmaydı sizler. Başka sual yok mu acaba? Var mı ya? Yok, başka sual yok. Lavuz büyüyen mesela 2 saat öp gitti. Ma öydükülü mü? Hemen uzarıp getiriyoruz. Bizden vardı. Kısıkçılığımız vardı. Lakin bazı da başında olup kalır ki ustazlıma, hadulmayla az olsun saz. Gelir kadında haram ay doğruluk toxtulumuz inşallah. Haram ay bağımı yok mu? Tamam. Meyrem size rahmet. Oldu Allah'a emanet. Kardeşim sizlik bir rahmet. Şunda bir